الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين وبعد. Xo'sh, musulmon kishi benamoz kishi musulmon deb aytgan ekansiz, to'g'rimi? Erinib o'qimasa, ya'ni farzligini tan oladi, lekin erinib turib o'qimasa, u odam fosiq bo'ladi, lekin kofir bo'lmaydi deb aytganim. Ha, tushundim. Endi shunga biron dalil bormi? Ya'ni shu erinib turib o'qimasdan musulmon bo'lib qoladi degan. Ha, dalillar juda ham ko'p. Birinchi navbatda aytmoqchi edim, namozni qoldirishlik, erinib qoldirishlik bu kufr demoqchisiz, to'g'rimi? Alloh kufrni kechiradimi, kechirmaydimi? Ha, o'sha namozni tark qilishlik kufr bo'ladi. Kufrni Alloh kechiradimi yoki kechirmaydimi? Kufrni kechirmaydi Alloh taolo, illoki tavba qilmaguncha. Xo'p, tavba qilsa kechiradi. Tavba qilsa kechiradi albatta. Tavba qilishlik nima? Namozni boshqatdan o'qishlikmi? O'sha kufrga tavba qiladi, namozni boshlaydi. O'sha yerda kufr qilgan, namozni tark qilgan kishi kufr qilgan amalni tavba qiladi va o'sha namozini boshlaydi. Ya'ni musulmon bo'lib oldin, keyin yana shu namozni tark qilib dindan chiqib ketgan kishi. Qarang endi. Shu narsaga bitta dalil keltirasizmi siz? Ya'niki mana shu musulmon qiladi dalillar ko'p dedingiz, bitta dalil berasizmi Qur'on sunnatdan? Ha, bo'laveradi. Qarang, namoz o'qimashlik bu shirkmi yoki kufrmi? Kufr demoqsiz, to'g'rimi? Alo. Ha, dalil beravering, yani eshittirma. Bo'ldi, hozir. Abu Dovud rivoyat qilgan ekan, 425-hadis. Ya'ni خمس صلوات كتبهن الله على عباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله جنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أبو داود 425. Abu Dovud 425 Nasoiy rivoyat qilgan ekan, Ibn Majah ham. Siz aytdingizki, Alloh taolo kechirmaydi deysiz, to'g'rimi? Alloh taolo bu yerda Rasululloh alayhivasallam aytadiki, kimki buni tark qilsa, xohlasa Alloh kechiradi, xohlasa azoblaydi deyapti. Siz aytdingizki, namoz tark qilgan kufr deyapti, Alloh buni kechirmaydi deysiz. Demak, bu kufr emas ekan. Yo, siz hozir hadis nima haqida ekanligini tushundingizmi o'zingiz? Zo'r tushundim. Nima haqida ekan? 5 salobat, xomsu salobat nima degani? Hop, shu namozlar 5 ta namoz. Xomsu oxirigacha. Xomsu salobatin katabahunallohu ala ibad. Alloh taolo bandalariga yozgan 5 mahal namoz. Faman jaa bihinna, kimki ular bilan kelsa, ya'ni Alloh taologa vafot etganda 5 mahal namoz bilan kelsa, lam yudayih minhunna shay'an, ulardan biror nimani zoyi qilmasdan kelsa, istig'fafan bi haqqihinna, haqqlarini ado qilgan holda, kana lahu indallohi ahdun, Allohning huzurida ahdi bor, an yudkhilahu janna, Alloh taolo unga va'da bergan, ya'ni jannatga kirgizman deb. Va man lam yati bihinna falaysa lahu indallohi ahdun. Agar kimki ular bilan kelmasa, 5 mahal namoz bilan kelmasa, unda Allohning va'dasi yo'q deyapti. Xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi. Va g'afara lahu degan joyi bor. Alloh taolo kechiraman xohlasam deyapti. Siz aytdingizki, kufrni Alloh kechirmaydi dedingiz. Demak, bu kufr emas ekan. Nimaga? Kufr bo'lganda Alloh kechirmas edi. Qarshi dalillar bo'lsa, keltiraverasiz. Xo'p. Shu inson nima uchun keladi? Namoz o'qishlik uchun kelyaptimi o'sha inson? Namoz yo'q, qarang, yozilgan bu yerda. Yo'q, qarang, kimki ularni zoya qilsa, mana bu qarang, va man lam yati. Mana lam yati nima degani? Lam nima degani? Ha, qarang. Hadisda nimasini ayting o'sha adres. Abu Dovud 425. O'qing. Sunnah.com inglizcha bilasizmi? Nima? Inglizcha bilasizmi? Yo'q, gapiravering o'zbekchadan. Yo'q, inglizcha bilsangiz sunnah.com degan sayt bor. Inglizcha faqat sayt, shundan ko'rib olsangiz bo'ladi. Men boshqa sayt bilmayman, qanaqa qayerdan ko'rib olsa bo'ladi, bilmadim qayerdan qidirasiz. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Top oling ha. O'qing shu hadisni. O'qing, nima deyilyapti? Nima deyotgan ekan? O'sha siz dalilingizda. Alloh kimki 5 mahal namoz bilan Allohning huzuriga borsa, Allohning huzurida unda va'da bor va Alloh taolo uni jannatga kirgizadi. Kimki agar ular bilan kelmasa, Allohning huzuriga xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi. Xo'p. Bu yerda qani shu yerda kufr emas degan narsa. Birodarim, kechiradi deyapti. Siz aytdingizki, kechirmaydi dedingiz kufrni.
Bu yerga tark degan narsa yo'q, namozni tark lam ya'ti nima degani? To'xtating. Va man lam ya'ti nima degani? Shuni qilmasa degani. Ya'ti nima degani? Ata ya'ti nima degani? Ata ya'ti nima degani? Shoshmay gapiring, tushunmay qolmadim. Ata ya'ti nima degani? Va man lam ya'ti nima degani? Bihinna bi kelyapti. Hop, hatto o'sha narsani qilmasa if'al demagan yoki if'al demagan, ya'ti deyapti. Hop, shu bilan kelmasa, hop. Ha, ana bu bilan kelmasa, to'g'rimi? Bihinna ular bilan kelmasa, bihinna deyapti. Falaysa lahu indallohi ahd. Allohning huzurida ahd yo'q deyapti. Insha xohlasa azabahu va insha afara lahu. Xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi deyapti. Endi siz menga ayting, namoz o'qish kufr dedingiz. Hop, nimaga unda Alloh kechiradi men deyapti. Xohlasam kechiraman deyapti. Agar u mana qamsorchi butga ibodat qilishga bo'lganda, Alloh taolo uni kechirmadi deydi. Alloh taolo o'zi aytgan, to'g'rimi? Innalloha la yushrika bihi ayyughfiru ma duna zalika liman yasha. Shirkdan boshqasini kechiraman degan, to'g'rimi? Demak bu shirk bu kufr emas ekan demak. Nimaga bo'lmasa Alloh taolo kechiraman demasdi. Bormi? Biror anaqa qani qarshi dalil keltiringizmi? Tushunyapsizmi? Ha, keltiring. Ha, ketdik. Qani sharhlab bering. Ana shu bu yerda o'zi xossatdan o'zi zotan o'zi namozga kelgan kishi haqida gap ketyapti. Namozni kelsa, hop. Kelsa. Ha. Va nima deyapti-ki davomida? Allohning huzurida va'da bor, unga jannatga kirgizadi deyapti. Eshiting, tahoratini yaxshilasa eshiting. Hadisni to'liq o'qib ayting-da. O'qing. 5 ta namozni farz qilgan. Kim ularning tahoratini yaxshilasa, ularni o'z vaqtida namozlarni o'z vaqtida o'qisa, rukularini nima qilsa, chiroyli qilsa, to'liq bajarsa, ana shularni bajarsa, Allohdan nima bor? Afv bor. Xohlasa uni kechiradi, xohlasa uni yoki nima bor kechirmaydi. Ya'ni azob beradi. Bu namozga kelib namozni bajarish uchun niyat qilib o'shanga amal qilgan kishi haqida gap ketyapti. Namozni tark qilgan kishi haqida emas. Tark bilan namozga tayyorlanayotgan insonning orasida farqni ajratib oling. To'xting. Hop qamadi deylik o'sha odam. Hop Alloh taolo kechiraman deyapti-yu hadisda. U siz qanaqa sharhlaysiz bunga? Kechirmadim shunda bu? Xohlasa kechiradi. Ha, to'g'ri. Bu ishonasizmi shunga kechirishiga? Xohlasa? Namozni tark qilgani demayapman, tushunyapsizmi? Namozni tark qilgani kechiradi. Va man lam yati. To'xting. Ha. Mana shu amallarni kimdir ahsan qilmasa, yaxshi qilmasa, xohlasa kechiradi, xohlasa. Ular bilan kelmasa deyapti. Va man lam halbi laysa bihi. Ular bilan kelmasa deyapti-yu. Ular bilan kelmasa bo'ldi, Alloh taolo xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi deyapti. Xo'p, eshityapsizmi? Tushunyapsizmi? Qarang. Namozni o'zi zotan o'zi bu kishi, mana shu hadis aytayotgan bir kishi namozni qilishga kelyapti. Shulardan bittasini qilmay qolsa yoki shularni ahsanoq go'zal qilib qilmasa, shularni qarang, namozdagi amallarni aytayapti Alloh azza va jalla. Namozni tark qilish haqida gapirmayapti. Rasululloh, ko'ryapsizmi? Shu yerdagi farqni ajratib olyapti. Va man la yaf'al falaysa lahu ansallohi indallohi deyapti. Ya'ni ular bilan kelmasa, ularni qilmasa deyapti, to'g'rimi? Qilmasa deyapti. Va man lam yahsin demayapti-yu. Yoki yutqin demayapti, ya'ni eng chiroyli ko'rinishda demayapti, birodar. Qilmasa deyapti. Fa'ala yaf'alu qilmoq degani. Qarang, zotan hammamiz o'sha qarang, zotan hammamiz namozni zo'r o'ta go'zal o'qimaymiz demoqchiman, endi to'g'rimi? Rasululloh alayhisolom tashqari hamma shoshib pishib zo'rg'a o'qiydi demoqchiman. Biz shunchaki farzni qilamiz xolos. Zotan hamma eng chiroyli ravishda o'qimaydi, shundoq ham hamma. Alloh taolo bu yerda hozir shundoq ham o'sha namozlarni qilmasa, xohlasa Alloh taolo kechiradi, xohlasa kechirmaydi deyapti. Bu degani kechirish mumkin deyapti. Kechirish mumkin degani bu demak kufr degani emas degani. Ya'ni siz aytgan, siz keltirmoqchi bo'lgan Imom Muslim. Qarang, man ahsana va duahunna degan nima degani? Wudu'ahunna deng. Ha. Wudu'ahunna nima degani o'shani? Wudu'ahunna degani anaqa tahorat degani. Kim yaxshi tahorat olib qilsa degan. Va sollahunna. Yaxshi namoz o'qisa degan. Xo'p. Vaqtida o'qisa degan. Ha. Xo'p. Nima ekan keyingisi? Va tamarkuhunna waqshu'anhunna. Kana indallohi hatun ayaghfirullahu. Ha. Endi shu so'zni tarjima qiling-da, o'sha rukusini nima qilsa, xushu bilan qilsa, to'g'rimi? Hop. Qilsa, kana lahu alallohi ahdun. Allohning libosi bor, ahdi bor. Hop. To'g'rimi? Ayaghfirullahu va man lam yaf'al falaysa lahu alallohi ahdun. To'g'rimi? Ahdun inshaalloh. Xohlasa uni kechiradi. Hop. O'shalarni bittasini qilsa, mana qarang, bu yerda aytganingizda, va man lam yaf'al falaysa lahu, ya'niki o'shani qilmasa, nima deyapti? Xohlasa uni nima qiladi? Kechiradi, xohlasa bo'lmasa kechirmaydi, azoblaydi. Bu namozga kelayotgan kishi, namozni tark qilayotgan kishi emas bu.
namozda o'sha bitta sherdagi bitta amalini o'sha xushu bilan qila olmasa yoki bitta rukusini yoki tahoratini yaxshi ahsani qila olmasa deyilgan hadis bu. Bu yerda unaqa namozni tark qilgan kishi haqida ketmayapti gap. Hop, va man lam yaf'al deganda biz namozda o'qimaganini tushunamiz. Namozda o'qimagan odam tushunamizmi? Faman lam yaf'al Qilmadi degan, ha. Qarang. Yo'q, qarang. Bu yerda tarqamayapti, mutlaq aytilyapti. Faman yaf'al deganda endi Xudo bilan balki u qiroat qilmagandir, balki ruku qilmagandir, balki sajda qilmagandir, balki hammasini qilmagandir. Faman lam yaf'al deganda umumiy kelyapti. Balki ruku qilmagandir, siz aytganingizda tushunmadim. Falaysa lahu xayri qayt. Unga deyapti. Falaysa ya'ni unga ahd yo'q deyapti. Hop, o'shanga ahd yo'q. Qarang, va man lam yaf'al ya'ni u odam qarang, va man lam yaf'al uni qilmasa nima? O'sha vudu ham kiradi, ahsan solati ham kiradi, li vaqtihi ham kiradi, va tamaruku'ahunna ham kiradi, khushu'ahunna ham kiradi. Ya'ni bittasini qo'sholmaysizda, tushunyapsizmi? Hammasi kirishi ham mumkin demoqchiman. Unda vudu ham qilmasligi mumkin, to'g'rimi? Va man yaf'al degani umumiy kelyapti bu yerda. Tahorat qilmadi, namoz o'qimadi, vaqtida o'qimadi, ruku ham qilmadi, xushu ham qilmadi. Alloh azoblashi mumkin yoki kechirishi ham mumkin deyapti. Va man yaf'al aynan bittasiga siz nisbat bera olmaysiz bunda. Xo'p, shu tark qilgan kishi emas, namozni tark qilgan kishi emas, ya'niki mana shu amallarni qilmagan kishi haqida keladi. Xo'p, shu amal qilmagan tark qil degani yo'q. Bir tahorat olmadi bitta odam namoz o'qimadi degani bu. Tahorat olish bilan namoz o'qiydimi? Tahorat olmadi deylik odam. Tushunyapsizmi meni? Qarang, siz aytdingizki, qarang. Namozga turgan kishi haqida deyilyapti, tushunyapsizmi? Namozga turgan kishi haqida. Qarang, siz yaf'alni siz bittasiga xoslab qo'yapsiz, birodarim siz. Yo, bittasiga xoslamayapman. Hammasiga qo'shing, ha. Misol uchun kimki bularni hammasi deyapti. Rukuni nima qilmasa, rukuni xushu bilan qilmasa, o'shani siz ruku qilmasa demang. Bu yerda ruku'ahunna va khushu'ahunna deyapti. Yaf'al umumiy hammasiga nisbat beraylik. Yaf'al umumiy hammasiga. Tushundim. Mana shu o'sha umumiyligi qayerga qaytadi? Umumiyligi o'shalarni aytilgandek qilmasa. Nimaga desangiz, ruku'ahunna va khushu'ahunna. Rukusini xushu bilan qilmasa, mana shu yaf'al va man lam yaf'al degani o'sha xushu bilan qilmasa, tushunyapsizmi? Umuman qilmasa degani emas bu. Chunki bu yerda shart qo'yilgan, xushu bilan qilmasa deb. Tushunyapsizmi? Qani bitta odam misol uchun deylik, vaqtida qilmasa. Peshinni erini o'qimadi, asrni o'qimadi, u odam kofir bo'ldimi shunda? O'sha tark qilgan bo'ladi. O'sha misol uchun erini kofir bo'ladi shunda? Erinda o'qimadi, kofir bo'ldimi? Ha. Xuftondan keyin o'qib qo'ysa-chi? Namozda unaqa degan narsa o'sha bir vaqtdan tark qilsa. Xo'p, tark qildi, keyin namozda qayta qazosini o'qib qo'ydi, yana musulmon bo'ladimi yo kofirligicha qolaveradimi boshqa? O'sha tavba qilib, o'qib qo'ydi-yu qaytadan. Tan olib, o'sha kufr qilgan. Eshitib turing. Kufr qilganini tan olib, o'sha tavba qilib namozni qaytadan boshlaydi. Kufr emas, namozni qazo qilgan, noto'g'ri ish qilganini bildi, boshqa qazosini o'qib qo'ydi deylik, keyingi vaqt kelgandan keyin. Ya'ni musulmonga qaytadi. Tushunyapsizmi? Qarang, vaqt hammasi o'z vaqtida. Shunda u qazo qildi deylik, ishlaydi deylik, misol uchun vaqti boriga o'qimadi deylik, u odam kofir bo'ldimi shunda? Keyin o'qib qo'ysa ham namozini? Keyin o'qib qo'ysa yana musulmon diniga, islom diniga kiradimi yana qaytadan? Tushunyapsizmi? Inson o'z dindan chiqqandan keyin xossatan o'zi keyin nima qiladi? O'sha kufrga tavba qilib, o'sha namozni yana boshdan boshlab ketaveradi namozlarni. Misol uchun xufton vaqtida tavba qilsa, o'sha xufton namozini o'qib boshlaydi. Ha, qazosini o'qimaydi demoqchisiz, to'g'rimi? Namozi yo'q. U kofir edi chunki u, to'g'rimi? Siz nazdingizda. Men nazimda emas. Yo'q, hozir biz shu bilan bahs qilyapmiz demoqchiman. Siz nazdingizda. Endi biz siz nazdingiz deymiz demoqchiman. Hozir shuni ustida bahs qilyapmiz. Biz nazimizda demoqchiman, qazosini o'qish kerak. Xo'p, shuni qayerdan olgansiz? Dalili bormi shu qazosini? Xo'p, men qazosini o'qish kerak shart emas deysizda, to'g'rimi? Yo, shuni dalili bormi o'sha namozning qazosi? Ha, shuni gaplashyapmiz. Mana qarang, birodarman. Ketma-ket mana shuni gaplashyapmiz. Birinchi dalil shu demoqchiman. Yaf'al deganda biz umumiy aytyapmiz. Mana bu yerda Alloh taolo va solatahunna li vaqtihinna deyapti. Degan narsa yo'q bu yerda. Yaf'al umumiy kelyapti. Nimaga siz xoslayapsiz yaf'alni? Xo'p, bu yerda rukularni qilmasa, rukularni nimaga aynan rukuga xoslayapsiz? To'xta, bu yerda o'sha yo'q, mayli, xohlasangiz li vaqtihinnaga xoslang. Ha, mana li vaqtihinnaga xosladi deydigan, solatda vaqtida o'qimadi, keyin o'qib qo'ydi. Siz baribir kofir deyapsiz. Li vaqtihinna degan o'sha vaqtda kirganda emas, uni vaqtidan ozroq kechiktirib, ya'ni chiqarmasga taqab boradi, shu vaqtda. Ha, chiqqandan keyin o'qi deylik, Xo'p. Alloh xohlasa kechiradimi? Xohlasa kechiradimi? Eshitib turing. Namoz vaqti chiqib ketganidan keyin bo'ldi, u tark bo'ladi. Vaqti ichida bu narsa vaqtini kechiktiradi, namozni. Chiqarga olib borib taqab namoz o'qiydi. Xuddi shu narsani aytilyapti. Qarang, bo'lmasa bitta odam bomdga uxlab qoldi, vaqt chiqib ketdi. Bo'ldi, o'qimaydimi qazosini? Uxlab qolgan odam o'zi nimasida bo'lmaydi, xohishda bo'lmaydi uxlab qolgan odam. Unga uzr berasiz, to'g'rimi? Kofir bo'ladimi? Ana chunki o'zi
o'zi xohishda bilmayapti deyapman. Erinchoqlik qilmayapti yo'qda. Kofir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kofir bo'lmaydi yo'qda. Hop, bitta odam majbur bo'lsa deylik, misol uchun safar deydi yoki misol uchun urush holatida deylik. Nima bo'ladi shunda? Urush holatida Alloh azza va Niso surasi 102-oyatida o'zi bayon qilib qo'ygan. Bayon qilib qo'ygan. Hop, o'qimadi bitta odam deylik, urush bo'layapti. Urush u xavfda, urush bilan xavf anaqa chalkashtirmaylik. Xavfda siz aytganingiz to'g'ri bo'ladi, o'sha o'qiydi namoz. Urush bo'layotgan bo'lsa-chi? Xavf. Xavf namozi bo'lsa, o'sha namozini asr misol uchun asr peshinda o'qimadi, peshinda vaqtini asr vaqtida o'qiydi. Jam qilib o'qiydi. Hop, shom bo'lib ketdi deylik. Nima? Shom bo'lib ketdi deylik. Misol peshin vaqtida urush boshlandi. Bomdda urush boshlandi deylik. Peshinda asr o'qimadi deylik. Shom vaqti kirib qoldi. U odam kofir bo'ldimi? Xush o'zida edi, uxlamayotdi. Agar misol uchun shom vaqtini xufton vaqtiga ham jam qilib o'qisa bo'ladi. Hop, qarang. Shom vaqtida peshin o'qidi deylik. Nima deysiz? Shom vaqtida peshinni o'qidi deylik, qazosini. Kofir bo'ldimi u odam? Namozini qazosi yo'q deyapman, tushunyapsizmi? Hop, o'qimadi deylik peshinda. O'qimagan kishi tark qilgan kishi bo'ladi deyapman, tushunyapsizmi? Demak kofir bo'ladi. Bir kishi shuni bilib turgan holda tark qilsa kofir bo'ladi. Urush bo'lsa, ya'ni urush bo'layotgan bo'lsa-chi? Urush bo'layotgan bo'lsa ham Alloh azza va uzr bergan. Qanday holatida qanday qilib o'qish kerak? Niso surasi 102-oyatida masalan bayon qilib qo'ygan o'sha kerak. Qarang, u xavf namozi edi, birodarim. U xavf namozi edi. Xavf dushman bilan yuzma-yuz turibsiz, to'g'rimi? Urush hali boshlanmadi. O'shanda siz ham urush berasiz. Urush boshlandi deylik, misol urush boshlandi deylik, unda urushmaslikka anaqa, ya'ni namozni qazo qilishga uzr bormi yo'qmi? Uzr yo'q. Zotan o'zi aytib turibsiz mana, urush bo'lyapti deb. Xavf bo'lgandan keyin urush bo'layotgan bo'ladi deb. Yo'q, xavf bilan urush farqi bor-da. Namozni tark qilishlik haqqi, namozni tark qilib qo'yinglar demagan. Alloh azza va jalla qisqartirib bergan o'sha. Namozni. Demak aytmoqchizki, Alloh oson qilib bergan. Demak siz aytmoqchisizki, bitta odam urush paytida ham agar namozni anaqa qilsa, tark qilsa, u odam kofir bo'ladi deyapsiz, to'g'rimi? Shu namozni o'sha Alloh azza va yengillik qilgan holda ham o'qimasa, o'sha butunlay tark qilib yuborsa, o'sha namozlarni o'qimasa, o'sha inson ham dindan chiqib ketadi. Tushunyapsizmi? Hop, birodar, endi qarang. Degan narsa yo'q. Hop, endi qarang, birodarim. Rasululloh alayhisalom Ahzob jangida 4 ta namoz tark qilgan, peshin, asr, shommi. 4 ta namoz tark qilgan. Hop, Rasululloh ham shunday kofir bo'lganmi siz nazdingizda? Qayerda kelgan shu? Hop, ketdik mana. Imom Muslim oching, Imom Muslim hozir 600 nechi? Hozir 627. Ular bizni o'rta namozdan, asr namozidan to'sib qo'ydilar. Alloh ularni, uylarini ham, qalblarini ham Allohga to'ldirsin. Sahih Muslim 627. Xo'p. Qani bu yerda tarif qilib o'qimay qo'y degan. Qanday kuna qo'yish ham degandan keyin, hop. Hozir. Necha dedingiz raqamini? Sahih Muslim 627. Hozir $631 ekan hozir. 620 degan narsa yo'q. 631 oching-da. Hozir. 631 Imom Muslim 631. O'qing. قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك. Keling bo'lsa bunday qilaylik. O'shani
Rasululloh tarqaganlik, sahoba tarqagan, ularning haqqiga kirishmaydi lekin namozni tarqagan haqida Yo'q, gapirishadi. birodar, Rasululloh tark qilgan, qarang, tark qilib turib qazosini o'qib qo'yganda u Mana shu Rasululloh. Rasululloh namozni tark qilmaganlar, nauzu billahi min zalik. Voy, urushda qarang, Umar ibn Hattob o'zi aytgan, Rasululloh men zo'r qasr o'qib oldim. Men hali ham o'qimadim, Umar ibn Hattob deb javob bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Handaq jangida, urush bo'layotgan paytda. Qayerda kelgan shu? Qidiryapman man. Xo'p, men sizga mashhad tashlab bersam bo'ldi, muammo yechiladim shu muammo. Mana o'sha hadis, menga sahih hadis bo'lsa, o'shani tashlab bering, yoki Rasululloh o'shani tarqagan degan narsa hadis bo'lsa. Ha, xo'p, tashlab bersam sizga keyin nima bo'ladi? Ana qilasizmi? Ya'ni namozni tark qilishlik kufr bo'lmay qoladimi shunda? Xo'p, o'shani ko'raymi? O'shani men aytaman, Rasululloh qilmagan, unday qilmagan deyapman, tushunyapsizmi? Shu hadisni ko'rayinchi. Alo, ishlayapmi? Ha, ishlayapti. Ha, qidirsam anaqa yaxshi to'g'ri chiqmayapti kitoblardan. Men sizga tashlab beraman bo'lsa, ozgina vaqt kerak ekan. Bo'lmasa o'zingiz dalillaringizni aytib tura olasizmi? Nimaga siz namoz tarqagan odam kofir deb hisoblaysiz? Men sizlarga hadis tashlab qo'yaman unda. Tamam, hozircha bu narsaga dalil yo'q, to'g'rimi? Hozircha. Yo'q, birodarim, qarang. Shu ya'ni Rasululloh alayhisalom tarqaganini aniq bilaman, boshqa faqat hadisni o'zini topa olmayman. Nauzu billahi min zalik. Rasululloh alayhisalom 4 ta namoz qilgan, urush bo'layotganda asr namozi aniq tarqagan. Umar ibn Hattob aytganki, Rasululloh alayhisalom men asr o'qimadim, Quraysh bizni mashg'ul qildi degan. Rasululloh alayhisalom aytganki, men hali beri o'qimadim degan. Hali beri asr o'qimadim degan. Quyosh botib bo'lgan. Tushundingizmi? Xo'p. Ha, Rasululloh alayhisalom asr namozini urush vaqtida. Hozircha dalil yo'q, to'g'rimi? Dalil bor, men hozir hadis topib bersam o'zimizga. Men aniq eshitganman, faqat hozir raqamini qidiryapman.
Qarang, siz qaytdan kelib chiqyapsiz namozni, qara, shu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis aytyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni kimki namozni tark qilsa, ya'ni kufr va shirk namozni qoldirgan odam kofir va mushrik bo'libdi degan hadis aytmoqchisiz, to'g'rimi? Shuni dalil qilib keltirmoqchimisiz? Ahdul ladzina baynana va baynahum as-solah. Tarku solat. Faman tarakaha faqad kafar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis aytyapsiz? Imom Termizida 2621 da keladi, eshitib turing. Baynana va baynahum as-solah, baynana amana qarang. Ahdul ladzina baynana va baynahum as-solah. Faman tarakaha faqad kafar. Ular bilan bizni oramizdan ajratib turuvchi narsa namozdir. Kimki uni tark qilsa, batahqiq kofir bo'libdi deydi. Ta'kid bilan aytadi, faqad deb. Tushundim, birodarim. Xo'p, endi siz shu kofirni birinchi ma'nosini olyapsiz, to'g'rimi? Qanaqa birinchi ma'nosi? Hop, kofir deganda siz o'sha birinchi xayolga kelgan kofir deganda birinchi ma'nosi, ya'ni odam haqiqiy mushrik o'sha dindan chiqib ketibdi degan ma'noni tushunyapsiz. Shunaqa. Hop, Imom Buxoriyda boshqa rivoyat bor. Musulmon bilan urushlik fisq, u bilan urushlik kufrdir degan. Hop, bitta odam bilan urushib ketsam deydiga, qitol deb keladi, to'g'rimi? Qatl qilib ketsam men kofir bo'lamanmi? Bunda ham siz birinchi ma'nosini oling unda kofir degan so'zni. Ketdik. Mutaammidan desa inson kofir bo'ladi. Demak, bitta odam bilan urushib ketsam deydiga, men kofir bo'laman. Musulmon bilan. O'sha insonni shu e'tiqod degan e'tiqodini o'shani botil qilib o'sha inson bilan urushsangiz, qitol qilsangiz, ya'ni mutaammidan Niso 93-oyatda keladi. Qasddan o'ldirsa inson kofir bo'ladi. Xo'p, demak, musulmon demak, har qanday holatda musulmonlik uchun emas, boshqa siyosiy narsa uchun urishsamchi? Agar shuni qasddan o'ldirmasa, fitna bo'lib yo'q, qasddan o'ldirmaylik. Qasddan, mashina urib yuborsam emas, qasddan o'ldirsam deydiga, kofir bo'lamanmi? Qasddan o'ldirsangiz kofir bo'ladi inson deyapman. Agarki fitna bo'lib qasddan bo'lmasa, fitna bo'lib o'rtada xatolik bilan o'ldirilsa, inson nima bo'ladi? Kofir bo'lmaydi. O'sha dalilga ham Niso 92-oyatida bor. Demak, men bitta odamni qasddan agar qasddan o'ldirsam, aniq kofir bo'laman, to'g'rimi? Qasddan o'ldirsa, mutaammidan bo'lsa, albatta. Har qanday holat, to'g'rimi? Hech qanaqa uzr yo'q bunga, to'g'rimi? Qanaqa uzr? Yo'q, har qanday holatda, ya'ni o'ldirsam bo'ldi, to'g'rimi? Aniq men kofir bo'laman. Shu hadisga muvofiq, to'g'rimi? Qasddan o'ldirsangiz, o'shani e'tiqodini botil qilgan keyin inson o'zini nima uchun o'ldiradi? Xosatan insonni bir botilligi uchun o'ldiradi. Yo, pulni olib qo'yishim qasddan o'ldiradi. Xo'p, siyosiy maqsadim bor deydiga, uni gaplari menga yoqmaydi yoki so'kin deydiga yoki ijtimoiydan bir bo'ldi deydi. Men borib pichoq tiqib qo'ydim unga. Qotil bo'l, anaqaman, kofir bo'lamanmi? Musulmonni? Musulmon kishi o'shanda qasddan o'ldirsa, o'sha kofir bo'ladi inson. Har qanday eshiting. Har qanday holda, to'g'rimi? Sababul muslim fusuqun va qitaluhu kufr degan hadis bilan. Hop. Va o'sha Niso surasi 93-oyatida ham Alloh zikr etgan-ku. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Hop. Fajazahu jahannam xolidan fiha. O'sha yerda nima qiladi? Jahannamga joyi jahannamda, u yerda abadiy qoladi deyapti. Hop. O'sha inson kofir bo'ladi. Agar xatolik bilan o'ldirib qo'ysa inson, fitna bo'lib yoki bir qanaqadir yolg'on ma'lumotlar yetib kelib o'sha bir xatolik bilan o'ldirsa, inson nima bo'ladi? Diyasini to'laydi. Bu dalili ham Niso 92-oyatida Alloh azza bayon qilgan. Qarang, siz hozir farqlayapsiz, to'g'rimi? Mutlaq aytmayapsiz, siz aytyapsizki, xato bilan o'ldirib qo'ysa deyapsiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Lekin xato bilan o'ldirib qo'ysa demagan. Xato bilan o'ldirib qo'ysa demadi-yu, mutlaq keldi-yu oyatda, to'g'rimi? Mutaamida qasddan o'ldirsang bo'ldi deyapti, to'g'rimi? Uning sharhi qo'shib Imom Muslim rivoyat qilgan namozda biz uni sharhlasak, siz sharhlama deyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni odam namozni bilmasdan, ya'ni erni tark qilsa desamiz, yo'q, baribir deyapsiz, to'g'rimi? Sharh bizga qo'shmayapsiz. Unda bunga ham siz sharh qo'shmang. Ya'ni bilmasdan qilib qo'ysa, fitna qilsa demaydi bunda. Mutlaq o'ldirdimi bo'ldi, tamom, kofir bo'ladi. Shunaqa deymiz, to'g'rimi? O'sha men sharh qo'shmayapman, mutaammidan deb Alloh azza qasddan degan, to'g'rimi? Bo'ldi, qasddan o'ldirsa bo'ldi. Ha. Holati jihatidan aytib qo'ydim. Bo'ldi. Endi qarang. Hujurot surasi 9-oyat oching. Bilaman oyatni. Qarang. Siz bilan va toifatani minal mu'minina naqtatalu faslihu baynahuma. Hop, qatl bir-biri bilan urushib ketsa, oralarni sulh qo'ying deyapti. Va ularni Alloh taolo mu'minina deb atayapti. Kafirina demayapti. Nimaga? Sharhlab beringchi.
oyatni yulib olmangda, davomini. أستاذ بالله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بعي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. hop aqsitu bo'ladi. Keyin o'sha yerda nima degan ekan o'sha واقسطوا hop إن الله يحب المقسطين hop nima degan bog'iy holatida deyaptimi? hop ha Bog'iy holatida bo'layotgan ekan, to'g'ri? Alloh taolo ikkita oyat, ikkita nimani ham, toifani ham musulmon dedi. O'sha bittasi bog'iy holatida, tushunyapsizmi? Allohning amriga nima bo'lgan bog'iy bo'lgan. Ya'niki bir musulmon bir kishiga bog'iy bo'lgan. hop u kim bo'lib kofir bo'ladimi shunda? Qotil qilyapti-ku, ham bog'iy bo'lyapti, ham demak u aniq kofir, to'g'rimi? Yo'q, endi kofir bo'lmaydi. Birodar, endi to'xta, endi siz bir xabar bering. Siz o'sha Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda va siz aytgan hozir tepada aytgan mutaammidan degan oyatda va buni qarang, boshlab beringchi endi menga. Ketdik. Hamada o'zi aytib o'tdi. Qayim bag'ot deyapti. Hop. Bir tomon bog'iy bo'lib tursa. Hop. Bog'iy bo'lsa undan battarroq, birodarim. Ularga qarshi ha. Alloh azza ularga qarshi nima qilgan urushinglar deyapti. Hu ana bog'iylikdan qaytarishligi uchun. Hu ana bog'iylikni qaytaryapti, to'g'rimi? Qarang, u ham bizni o'ldiryapti, ham bog'iyga, demak u gunoh ustiga gunoh qilyapti-yu, u simbolik kofir bo'lish kerak sizdan sizda. Tushunmayapsiz. Bog'iy bo'lganligi uchun. Hop. Tushunyapsizmi? Allohning amriga qaytmagunicha ularga qarshi nima qilinglar? Urushinglar deyapti. Ha, bu bir tomon qarang, isloh uchun bir tomonni isloh uchun qaytarishlik bilan Allohga kufr keltirishlik degan narsani o'rtasini ajratib oling. Birodar, qarang. Bitta odam bog'iy kelsa, Alloh taolo qarang, mu'minin deyapti. Narigi taraf ham mu'minin deyapti. U bog'iy bo'lsa ham, o'ldirsa ham. Tushundingizmi? Siz faqat men taraf qaramang, narigi taraf ham. Ha, bog'iy ham bog'iy ham o'ldiryapti. Siz aytyapsizki, mutaammidan o'ldirsa kofir deyapsiz. Hozir bu mutaammidan ham bog'iy bo'lib o'ldiryapti. Alloh buni mu'min deyapti. Siz bog'lab beringchi qani? Mutaammidan o'ldiryaptimi? Qanaqa o'ldiryapti? Bahot nima degani? Bog'iylik qilgani uchunmi deyapti? O'sha bog'iylik nima degani? Bog'iylikka qarshi chiqishlik degani. Qasddan qarshi chiqyapti, uxlayapti, qarshi chiqmaydi-yu. Qarshi chiqqani uchun deyapti. Qasddan bir-birini o'ldirishni aytmayapti. Qo'y, u qanaqa bo'ladi? Qasd nima degani? Qasd degani bilib turib qilish degani. Qasd nima degani? Qasd nima degani? Bilib turib o'ldiryapti. Bilib turib u o'sha bog'iylik qilib qarshi chiqyapti. Uni Alloh taolo mu'minin deyapti. Siz bo'lsa tepadagi ikkita oyatni yurib olib, ikkita hadis va oyatni aytib turib, yo'q, kofir bo'ladi deysiz. Qarang, shoshilib ketmang, qarang. Hop. Hozir o'sha namozni tark qilishga nima aloqasi bor bu oyat? Chunki siz hadisni, ya'ni siz o'zingiz kerak paytda zohirni olyapsiz, o'zingiz kerak bo'lmaganda anaqa botinni olyapsiz, ya'ni sharhlayapsiz, tushunyapsizmi? Siz ikki xil qarayapsiz ikkita narsaga. Men sizga aytyapman, namozni tark qilgan odam kufr deysiz, zohirni olyapsiz, zohirni olib turgan kofir deyapsiz. Men sizga mana buni qarang, buni ham zohirni oling deysiz, siz ola olmayapsiz, tushunyapsizmi? Buni siz zohirni olishga qo'yapsiz. To'g'rimi? Bu yerda qarang, bu yerda namoz masalasi deganlar yo'q bu yerda. Men hadisdagi benamoz masalasini aytaman. Bu yerda ikki toifa, mo'min bo'lgan, musulmon bo'lgan toifa bir-biri bilan urushib. Endi qarang, hop. O'sha bog'iy bo'lgan tomonni Allohning amriga qaytmagunlaricha ularga qarshi urushinglar deyapti. O'sha bog'iy isloh qilinadi. O'sha bog'iy tomon ham mo'minmi? Nima? O'sha bog'iy tomon ham mo'minmi? Mo'mininmi? Albatta mo'min. U ana birodarim, demak, kofir degan so'zni siz mo'min, ya'ni mutaammidan qolinal fi'a degani ham Alloh taolo, to'g'rimi? Unda siz qasddan kimiki o'ldirsa kofir bo'lmay ekan odam, tushunarli-ya? Demak, mo'min bo'lish ham mumkin ekan, to'g'rimi? Mana Hujrat surasiga muvofiq. Namoz bo'lmasa bog'iy bo'ladimi shunda? Tushunmadim. Namoz bog'iy bo'lar ekan. Qarang, Alloh taolo aytayapti, qarang. Rasululloh alayhisalom Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda urushgan odam kofir deyapti. Siz uni kofir degan nisbat bermayapsiz, to'g'rimi? Kofir desa ham siz uni kofir degan kalimasini olmayapsiz. Nimaga xuddi shuni namozga qo'llamayapsiz demoqchiman. Namozga ham siz kofir deyapsiz, urushsa yo'q, kofir emas deyapsiz. Ikki xil qarayapsiz. Mana qo'llaymiz bo'lmasa. Hop, endi shoshmang. Ho, ana zo'r. Mana mana ketdik. Endi men tushuntirib beraman. Ketdik-a? Mana ketdik, men tushuntirib beraman. Qarang. O'sha Alloh taolo mutaammidan degani mana mo'minlikka, to'g'rimi? Biz shuni sharhlayapmiz. Mo'minlikka qarshi ursa kofir bo'ladi deyapmiz, to'g'rimi? Mo'minligini yomon ko'rib ursa. Biz buni sharhlayapmiz mana. Bunga biz sharh qo'shyapmiz. Xuddi shuning uchun narigi odam namoz qoldirsa faqat kafar deyaptimi? Nimaga namoz qoldirish kafar deyapti? U namozni qasddan, namozni farzligini tark qilsa deyapti, tushunasizmi? Erinib turib qilmasa, erinib turib ishga aloqasi yo'q. Namozni farzini deb erinib tursa degan narsa yo'q. U yerda ham faqtulu, u yerda ham mo'minni qatl qilsang kofir bo'lasan degan, u ham aytmagan, qaysi ma'noda aytaysan degan. Tushunmadim. Qayim bahot deb shartini qo'yapti Alloh taolo. Bog'iy bo'lganligi uchun aytilyapti. Hey birodar, o'sha ya'ni yaxshi Alloh shunaqa debdi, bo'lmasa siz uxlayotib o'ldirgan deb qo'shib qo'yarsiz. Bahot degani bu aniq mutaammidan degani. Bahot degani bu mutaammidan degani, birodarim. Tushundingizmi? Qanday bahot mutaammidan? To'xta, mutaammidan o'zma degani, qani mutaammidan o'zma degani, aytingchi. Balog'atga yetgan odam
esqishi joyida bilib turib qilayotgan ishni bo'lsa, bag'ot degani, bog'iy nima degani? Bilib turib uxlayotib qoladimi u? Nima degani bag'ot degani? Bilib turib qilgan degani u. Zulm ila o'ldirsa degani. Bog'iy degani Zulman qilgan degani. bir tomon xato, bir tomon ikki tomon ham o'zini haq deb o'ylaydi, lekin bir tomoni bog'iy bo'ladi. Ya'niki o'sha qarshi chiqqan jamoa. U hamma o'zini haq deb o'ylaydi urushganda birodarim, kofir toifa ham o'zini haq deb o'ylaydi birodarim. Ya'ni fa'in bag'ot degani qasddan degani. Musulmon bo'lib, bir-birini inkor qilmaydi, bir-birini takfir qilib. Nimaga unda Rasululloh alayhisalom musulmon bilan urushsang kofirsan deb aytayapti, to'g'rimi? Nimaga o'sha so'kinsang, sochsang, urushsang kofir deyapti. Ha? O'shani aytdim, qasddan o'ldirsa, bir insonni o'sha nima qilib, inkor qilib qasddan o'ldirsa, o'sha kufr bo'ladi. Ya'niki o'sha oyatda men aytdim dalilida mutaammiy. Ha, mana qasddan o'ldiryapti. Mana bog'iy odam qasddan o'ldiryapti. Nimaga kofir demayapsiz uni? Bog'iy odam qasddan o'ldiryapti. Subhanalloh. Voy, bog'iy nima u? Bog'iy nima degani? Tushuntirib bering. Bog'iy nima degani? Bir-birini isloh qilishlik uchun urushyapti. Bir tomoni Allohning amriga qaytgani uchun. Narigi tomon Allohga amrini qilmasdan urishyapti, to'g'rimi? Narigi tomon. Hop, Allohning amri nima deb, qanaqa amrini? Siz aytyapsiz-ku, bitta odam Allohning amriga qarshi chiqsa, to'g'rimi? O'sha amriga qaytarishga urishyapti bir tomon deyliga. Narigi tomon Allohning amriga zid chiqyapti, to'g'rimi? Shunda bog'iy degani. Bog'iy nima degani? O'sha qarshi chiqayotgan kishi. Ha, u ham musulmon o'ldiryapti, ham Allohning amriga qarshi chiqyapti. U gunoh ustiga gunoh qilyapti. O'shanda Alloh taolo mu'min deyapti. Bu yerda Allohning amriga degan narsani, Allohning amriga ya'ni kufr bir nimani aytilmayapti bu yerda. Tushunyapsizmi? Ikki toifani Alloh taolo musulmon deb aytayapti. Ha, shunda da gap. Nimaga musulmon deyapti? Bir u qatl qilsa ham bir-birini. Nimaga kofir demayapti? Bog'iy bo'lganligi uchun, bog'iy bo'lganligi uchun. Bog'ir bo'lishi battar, mutaammidan ko'ra battarroq mu'min bo'lishi. Qarang, mutaammidan degani misol ko'chada misol deyliga, ko'cha urush ketsam ham qatl qilib qo'yishim mumkin. Men bog'iy emasman. Men shunga qatl qilib qo'ydim pichoq bilan deyliga. O'shani siz kofir deyapsiz. Endi ham bog'iy bo'lsa u battarroq uni ahvoli. U ham bog'iy bo'lib, ham o'ldiryapti. Gunoh ustiga gunoh qilyapti. Alloh baribir mu'min deyapti. Bir insonni ko'chada shunday pichoqlab qo'ysangiz, ba'zi xatolik sodir bo'ladi. Bir insonni qanaqa xato? Birodarim, qarang, xatolik bilan degani misol muomala. Mana tushuntirib beraman sizga. Misol ko'chada tepada dedingiz, to'g'rimi? Narsa tashlab yubordingiz, pastdagi odam misol boshiga tushib ketib o'lib qoldi yoki mashina tez ketadi dedingiz, yo'lingiz oldidan chiqib qolib urib yubordingiz. O'sha xato bilan bo'ladi, tushunasizmi? Qasddan degani uni o'ldirishlikni qasd qilib degani. Xato bo'lmaydimi? Xato degani siz uni qasd qilmadingiz degani. Xato degani, qarang, xato degani siz o'ldirishni xohlamadingiz qalbingizda. Xato bo'lmadimi? Xato, qarang, xato qalbingizdan qasd qilmasdan qilingan hamma narsa xato bo'ladi, tushundingizmi? Qalbdan qasd qilmagan bo'lsa. Mutaammidan degani qalbdan qasd qilish degani. Bog'iy odam qalbdan qasd qilsa o'ldirish deymizmi? Sen misol uchun saroy mullasan, sen misol manaqa dunyoviy yashayapsan deb turib, qasddan sizni o'ldirishga harakat qiladi. O'sha odam ham mutaammidan bo'ladi, ham bog'iy bo'ladi. O'shanaqa bo'lsa, Alloh uni mu'min deyapti. Birodar, siz Imom Buxoriyga hadis tushuntirib bering. Ha. Tushuntirib ber, qarang, mutaammidan deb bir kishini, bir musulmon birodarni borib qasddan misol uchun e'tiqodini rad qilib, haq e'tiqodini rad qilib o'ldirishligi mumkin, misol uchun. Ana, siz hozir sharhlayapsiz, to'g'rimi? Biz xuddi shunaqa qilib namoz sharhlaymiz. Tushuntirib beryapman, bittasini aytmayapman. Hozir siz aytgan menga tushuntirib bering deganingiz uchun tushuntirib beryapman. Hop. Shunaqa deb o'ldirishligi mumkin. Yoki bir musulmon birodari o'sha pulini olib qo'ydi. Hop. O'shalar qasd qilib o'ldiradi borgan. Hop. Tushunyapsizmi? Hop. Kofir bo'ladimi shunda? O'shani o'ldiraman deb, o'shanda inson kofir bo'ladi, musulmon birodarni o'ldirganligi uchun. Hop, endi nima bo'lgan? Eshitib turing. Alloh azza va jalla o'sha aytdim sizga, o'sha nimasida, Niso surasi 93-oyatida ham aytib qo'yibdi o'zi. Kimki bir musulmonni qasddan o'ldirsa, nima joyi jahannamda bo'ladi. Oyda abada qoladi. Va nima deydi? Va g'odibillah. G'odiballoh. G'odiballohi. Nima bo'ladi? Allohning g'azabi bo'ladi unga. Va la'nati bo'ladi. Hop, qarang. Joyi jahannamda bo'ladi. Qarang, misol uchun bitta odamni hukumat kelgani menga yoqmadi, o'ldirib yubordim uni. Assassin deyiladi. Ya'ni misol uchun hukumat kelgani menga yoqmadi, qasddan uni o'ldirdim. Men kofir bo'lamanmi? Nima bo'lsa? Siyosiy masalada o'ldirsam bitta odamni, qasddan o'ldirsam, jang qilsam bilan, qitol qilsam. Qanday holatda tushunmay qoldim? Siyosiy masalada. Siyosiy masalada? Siyosiy masalada uni partiyasi yutdi deyilgan, men uni hukumat kelishini xohlamayapman, uni qasddan o'ldiryapman. Hozir bitta odam ko'chada pulni olib qo'ysa o'ldirsa kofir bo'ladi deysiz-ku. Partiyalar o'zi, xosatan o'zi kufr partiyalar. Hop, partiya demaylik, misol bitta odam hukumat kelgan menga yoqmadi deyilgan, siyosiy masalada men uni o'ldirdim, men uni qasddan o'ldirdim deylik, urush bo'ldi. Kofir bo'lamanmi? Aytayapman-a. Tuzumlarining ichida. Hop, islom tizimi deylik, islom tizimi deylik, bitta odamni siyosiy qarashini yomon ko'rib qatl qildim u odamni. Kofir bo'lamanmi? Aynan bir kishini xosatan bir xalifani bir o'ldirgan inson, misol uchun xalifa deylik. Umuman siyosiy jihatdan, misol uchun, siyosiy jihatdan o'sha bir guruh odam boshqa guruh odamni siyosiy jihatdan o'ldirdi deydigan, siyosiy jihatdan unga qatlom qilib turib o'ldirdi qasddan. O'sha guruh odam o'ldirgan odam ham kofir bo'ladimi? Eshitib turing gapimni. Hop.
bir kishi borki, bir musulmonlar bir kishini xalifa qilib sayladi, xalifa qildi. hop. O'sha xalifani bir kishi, bir musulmon kishi borib, Hop. shu endi xalifa bo'lganligi uchun uni o'ldiraman deb qasd qilib o'ldirsa kofir bo'ladi. Hop, xalifa bo'lgancha emas, boshqa biror bir siyosatini yoqtirmasa. O'sha misol uchun o'sha bir jamoat, Hop. misol uchun bir o'sha xalifani o'sha siyosiy tomonidan misol uchun o'sha xatokorligi bor, xato joylari bor deb bu bilan qarshi chiqsa bog'iy bo'ladi. Kofir bo'lmaydi. To'xta. Hop, bog'iy bo'ldi, keyin o'ldirishga harakat qilib qatl qildi deylik-a, qatl qildi bir necha odamlarni. Kofir bo'ladimi? Yo'q. To'xta. Nimaga qasddan o'ldiryapti-yu? Nimaga oyatga tushmayapti? Qasddan o'ldiryapti, xatokorlik deb o'zi xatokor deb urishayotgan bo'ladi. Unda men ham o'zim xatokor deb qarang, bitta odam mashina pulni olib qo'ydi, to'g'rimi? Pichoqda men uni qo'rqitmoqchi edi, qo'qqisa biqini ketib qolib o'lib qoldi. Unda men ham xato qildim bunga. Ha. Ikki jamoat, musulmon jamoat, bittasini xato deyapti, ikkinchisi xato deyapti. O'sha yerdan o'zi mana shu ikkita tomon bir-birini deyotganligi o'zi xatoan bo'ladi. O'sha narsa xatoan bo'ladi va o'sha yerda inson dindan chiqib ketmaydi, tushunayapsizmi? Rasululloh alayhisalom mana qarang, siz sharhlayapsiz, to'g'rimi? Hop, bu gap o'sha xatoan degan joy yo'q-ku, Imom Buxoriyda. Siz menga tushuntirib bering deyapsiz, men tushuntirib beray. Hop. Ana men ham shunaqa qilib Imom Muslim rivoyat qilgan tark solani tushuntirib bersam maylimi? Hop, tushuntiringchi qani? Hop, tark tushuntiradigan bo'lsam, hop, erinib turib qilsa emas, u siz aytgan hadis erinib turib qilgani uchun emas, balki u odam erinib turib namoz tark qilsa, ya'ni anaqa fosiq bo'ladi, lekin qasddan namozligini inkor qilib turib, namozni farzligini inkor qilib turib namoz o'qimasa, odam kofir bo'ladi. Xuddi siz qatl tushuntirganingizda men ham namoz tushuntirib beryapman. Kelishdingmi? Bu yerda siz aytayotgan so'zlar umuman bitta harfi yo'q hatto. Imom Buxoriy rivoyat qilganda ham birorta harf yo'q. Musulmonlar urushsa ham bo'ldi kofirsan degan. Musulmonlar urushsa ham bo'ldi kofirsan degan. Oyat topib beryapman men sizga. Oyat ikkalasini jamlab qani oyat o'qingchi oyat. Qaysi oyat? O'sha anaqa mutaammidan aytyapsizmi? Mutaammidan xato degan joy yo'q. Ha. Mutaammidan qasddan o'ldirsa ham bo'ldi kofirsan degan. To'g'rimi? 92-oyatini aytgan. Hop, mutaammidan degan xato degan joy yo'q u yerda. Faqat o'ldirsa ham bo'ldi kofir bo'lasan degan. 92-sini ochib o'qing. Mana. O'sha Niso surasini. Hop. O'sha oyatda aytilgan ekan, "Va ma kana lil mu'mini an yuqtila mu'mina illa xato'an." Hop, "Va ma qatala mu'mina xato'an, fa tahriru raqabatin mu'minatin va diya muslimatin lillahi sadaqa." Hop. Qani xato'an degani mutaammidan degani emas bu. Mutaammidan o'ldirsa bitta odam deyapman. Qani xato'an degani mashina urib yuborish degani, tushunyapsizmi? Mana mashinani urib yubordim, to'g'rimi? Tabiiy odam kofir bo'lmaydi. Mashinani urib yubordi-yu. Shunday. Tushundingizmi? Hop endi eshiting. Ha, to'xtang. Qani Imom Buxoriy rivoyat qilgan o'sha hadisda, to'g'rimi? Siz nimaga mutlaq olmayapsiz? Unga sharh qo'shyapsiz, to'g'rimi? Siz mutlaq olmayapsiz, ya'ni o'ldirsang bo'ldi demayapsiz. Oyati bor bu yerda, tushunyapsizmi? Alloh azza va jalla buyurgan oyat bor, tushirgan oyat bor. O'sha oyat bilan jamlayapman. Lekin Alloh azza va jallani bironta oyati yo'qki, benamozli musulmon degan narsani. Men oyat bilan hadis bir-biriga zid kelmaydi. O'shaning uchun bir-birini nima qilyapman? Ikkalasini birga jamlayapman. Ha, birinchi ma'nosini olmayapsiz demoqchi tushunyapsizmi? Birinchi ma'nosini olmayapsiz. Hop, aytyapsizki, birinchi ma'nosini olmayapsiz. Biz ham uni men bu yerdan xuddi shu hadisni Alloh azza va jalla oyati bilan to'g'rilab beryapman. Insonlarda xato tushuncha bo'lib qolmasligi uchun. Hop, qani bu yerda xato emas, qarang. Qarang, xato emas, qasddan o'ldirsa-chi deylik. Bir oyat hadis bilan sharhlayapsizmi? Sharhlab berasizmi o'shani? Bitta odam, qani bitta odam. Tushunmadim. Hozir unga qaytamiz. Bitta odamni qarang, qasddan o'ldirsa siyosiy qarash shu odam kofir bo'ladimi, kofir bo'lmaydimi? Boya tushuntirdim. Ya'ni 2-3 marta qaytarib beryapsiz bitta gap. Bitta odamni siz nimaga bag'ingni orqasiga bekin olib turib, yo'q, kofir bo'lmaydi deyapsiz. Kofir bo'lish-ku kerak-ku siz nazingizda bo'lsa. Bag'iy degan qasddan o'ldirish degani yo'q. Tushuntirib berganimni, yo'q, rostdan tushundingizmi yo tushunmadingizmi, to'g'risini ayting. Qarang, siz bag'iy deganda, qarang, siz bag'iy deganda u mutaammidan menga kirmayapti deyapsiz, to'g'rimi? Ha? Bag'iy odam qasddan o'ldiradimi yo qasddan o'ldirmaydimi? Bog'iy odam shu insonni butunlay xato deb emas, xatokor, xato yerlari bor deb, ya'niki bir insonni kufrga chiqarib urishmaydi. Bog'iy degan bir musulmon, bog'iy degani o'zi bir musulmon toifa o'zi istilohda. Bir musulmon, ya'ni xatokor musulmon toifa. Endi bir haq ustida bo'lgan, endi ikkalasi misol uchun u tomon baribir bir-birini nohaq deydi. Lekin haq tomonga nisbatan nima qiladi? Bog'iylik qiladi, qarshi chiqadi. Nimaga qarshi chiqadi? Shu insonni
o'sha aytayotganingiz, misol uchun qaysidir joyga xatolik ketganligi uchun o'sha insonni o'sha yerda xato ketdi deb o'shanga qarshi chiqadi va aytadiki, u yerda bir-biriga kufrga nisbat bermaydi. Xo'p, unda qanaqa holatda odam kofir bo'ladi o'ldirsa? Ketdik, tushuntirib bering shuni. Buni ham hozir aytib berdim. Nima dedingiz? Mana hozir yana aytaman, sharhlayapsan demangmi, aytyapman. Siz tushuntirib bering degan shuni tushuntirib beryapman. Xo'p. Bir insonda, misol uchun deylik, misol men bir Abdulloh degan birodarim bor. Misol deylik, bir Abdulloh degan birodarimni borib, o'zim misol uchun uni e'tiqodini botilga chiqarib o'ldirsam, qasddan bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, misol uchun bir molimni tortib oldi. Molimni tortib olgani uchun uni endi nima bo'ladi? Lekin to'g'ri, gunohkor bo'ldi, lekin u borib o'shani qasd bilan o'ldirsam, Xo'p, kofir bo'lasiz. musulmon insonni qasd bilan o'ldirib inson. Qarang, bu yengilroq demoqchi narigidan ko'ra. Siz aytyapsiz, qarang, bitta odam battarroq o'ldirsa, to'g'rimi? Bitta xalifani dediga, o'zi noto'g'ri o'ylab turib, qasddan o'ldirib qo'ydi. U shundoq ham u holatda battarroq biz suvni mo'min berasiz, u oddiyroq holat, ya'ni to'g'ri, ya'ni jahli chiqib turib bitta odamni molni o'qlab qo'ygancha o'ldirib qo'ysa, siz uni kofir deyapsiz. Qanaqa logika bilan o'ylayapsiz demoqchiman? Narigi bog'li odam battarroq yomonroq ahvoli. Bu odam yengilroq ahvoli. Siz yomon odamga mo'min deyapsiz, battarroq odamga hey birodar, siz tushunmayapsiz demoqchiman. Birinchi holda siz bog'iy deysiz, odam siz musulmon deyapsiz. Bitta odam mo'minni o'g'lab qo'ysa, siz borib pishoq tiqadi, kofir deyapsiz. Qanaqasiga? Qayerdan bu mantiq kelyapti? Endi eshitdim. Xo'p. Bog'iy degani o'zi bilasizmi degani? Bog'iy degani aniq bir narsaga ishonadigan, bog'lanib qolgan kishi haqida aytiladi bog'iy deb. Musulmon, ya'ni musulmon Amerikaga qarshi chiqqan odam bog'iy deyiladi. Ha, o'zi Xo'p. Lug'ay ma'nosini aytyapman. Aynan bir narsaga bog'lanib qolgan haqida. Xo'p. Kishiga. Endi o'sha bog'lanib qolgan inson, misol uchun bir musulmon amirdi, misol uchun bir musulmon amirdi, xatokor deb, bir yerda xato qildi deb turib, o'shanga bog'lanib qolgan kishi bog'iy. Tushunyapsizmi? U yerda amirda agar kufrda ayblab, bu amir mana shunaqa kufrlar borda unga qarshi chiqsa, e'tiqodiga qarshi, haq e'tiqodiga qarshi urush qilsa, u inson kofir bo'ladi. Unga ham hadis bor agar xohlasangiz. Odam qachon odam o'ldirib qo'ysa kofir bo'ladi? Qani? Nima deysiz? Odam qachon boshqa odam o'ldirib qo'ysa, boshqa musulmon o'ldirib qo'ysa kofir bo'ladi. Qanaqa ssenariy bering? Subhanalloh. O'zi 3-marta, 4-marta aytib berdim. Siz aytdingiz. Qarang, siz aytdingizki, bitta odam molni o'g'irlab qo'ysa, to'g'rimi? U odam noto'g'ri chiqdi, lekin borib chiqib pishoq tiqsa, deylik, u odam o'ldirib qo'ysa kofir bo'ladi deyapsiz. Shu musulmonni qasddan o'ldirsa bor, qasd qilib borib o'ldirsa, o'ldiraman deb, ana shuni qasd qilib. Qo'y, qarang, u molni o'g'irlab ketdi-yu, demoqchiman, u nisbatan u haqroq demoqchiman. Narigi bog'iy u ham, misol, u noto'g'ri qilding deb o'ldirdi, to'g'rimi? Narigi bog'iy ham uni sen nohaqsan deb o'ldiryapti. Ikkalasini nima jamlayapti demoqchiman. Bog'iy odam ham sen nohaqsan deb o'ldiryapti, narigi odam ham molni o'g'irlab ketdi, sen ham nohaqsan deb o'ldiryapti, ikkalasi ham. Bittasi musulmon, ikkinchisi kofir deyapsiz. Eshiting, bog'iy inson, bog'iy nima degani bilasizmi? Bog'iy bu yerda nima uchun qilyapman? Bog'iy haq toifaga qarshi urushyapti, tushunyapsizmi? Haq o'zi, lekin bu uni nohaq deb o'ylayapti. Ikkinchi masala, boyaga aytilgan yana bir odamni o'ldirsa, bor u haqligi 100%, nohaqligi 100% uni. O'shaning uchun borib o'ldiryapti, qasd qilib. Kim nohaqligi 100% uni? Kim nohaqligi 100%? O'sha birodari, o'g'irlik qilib ketgan birodari nohaqligi 100% aniq. Xo'p. O'shani endi borib qasddan borib o'ldiryapti. Xo'p. Endi ikkinchi masala, bog'iy kishiga keladigan bo'lsak, bog'iy kishi nima? Bog'iy kishi o'sha haq toifaga, ya'ni haq ustida turgan toifani nohaq joyi bor deb, o'zi haq, lekin u inson, lekin bu nima deydi? Haqligini, ya'ni rad qilib, ya'ni o'sha narsa haq emas deb yoki o'sha xatoligi bor deb turib, borib o'sha insonga qarshi chiqqan kishi. Tushunishim bo'yicha mana qilib deyapsiz hozir. Bog'iy odam haq toifaga qarshi chiqsa, nohaqsan deb turib, o'ldirsa, u odam musulmon bo'ladi deyapsiz. Bitta odam o'g'irlik qilib ketdi, u nohaqligi aniq biladi. Sen nohaqsan deb borib o'ldirsa, u odam kofir bo'lar ekan. Bog'iy kishi birdan o'ldirib ketmaydi. Bog'iy kishi qarshi chiqadi. Qarshi chiqib o'ldir deylik, kofir bo'ladimi shunda? Ikkinchi tomondan o'ldirdi deylik. Keyin oladi, qarang, eshitib turing. Bog'iy kishi qarshi chiqadi. Qarshi chiqqandan keyin haq tomon unga qarshi chiqadi. Lekin Alloh amriga qaytdi. O'sha yerda ular haqqa qaytmasa, o'sha yerda bir-biriga isloh qilish uchun bir-biriga qarshi urushadi. Xo'p, qarshi chiqmadi, qaytmadi deylik, ikkalasi urushdi deylik, ikkalasi qital qildi deylik. Shunda bitta taraf kofir bo'ladimi? Yo'q. Qachon odam kofir bo'ladi? Odam qachon boshqa odam o'ldirsa kofir bo'ladi? Qani siz misol bera olmaysiz? Tushunmayapsiz. Umuman tushunmayapsiz. Birodarim, qarang, siz hozir tushuntirib beryapsiz. Qachon odam kofir bo'ladi, qachon odam musulmon bo'ladi? Siz bog'iyni musulmon deyapsiz, oddiy odamni holatda kofir deyapsiz. 4 marta aytdim, hozir 5-marta aytib beraman hozir mana shu. Ayting 5-marta, bitta odam qachon kofir bo'ladi?
Yo, siz tushunsangiz aytib beraman. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, agar tushunishni xohlamayotgan bo'lsangiz, men aytib berishim foydasi yo'q. 7-8 marta aytsam foydasi yo'q bu narsa. Yo, birodar, siz bitta diqqat kelib olsa yaxshi bo'lardi demoqchiman. Bitta oxirgi marta ayting, bo'ldi, keyin mavzuga o'tamiz. Qarang, o'sha qasd bilan o'ldirgan kishi, yaxshilab diqqat bilan eshiting. Qasd bilan o'ldirayotgan kishi, o'shani rostdan u o'ldirilayotgan kishi nohaq. O'sha bir birodari bor, uni nohaqligi uchun o'ldiryapti, qasddan o'ldiryapti. Kufr qilmagan, bironta yoki bir dindan chiqib ketmagan, lekin o'sha bir molni tortib olgani uchun yoki bir qanaqadir yomon qilgan ish qilgani uchun o'shani borib nima qilyapti? O'ldiryapti qasddan. Hop. Yoki bo'lmasa e'tiqodini noto'g'ri deb borib botil e'tiqod deb o'ldiryapti. Misol uchun ikkinchi masalasi. Hop. Shu inson kofir bo'ladi. O'ldirgan odam. Ha. Endi bog'iy toifa esa o'sha bog'iylik qilayotgan tomon haq bo'ladi o'zi. Tushunyapsizmi? Lekin bu bog'iy tomon uni nohaq deb shunga bog'lanib qolgan o'sha. Taqting. Bog'iylik qilayotgan tomon haq bo'ladi, deyapsizmi hozir? Bog'iy uni nohaq deb aytayotgan tomon deyapman. Ya'niki bog'iyda ziddi. Hop. U haq bo'ladi aslida. Aslida haq bo'ladi, lekin bog'iy tomon uni qaysidir vajini olib kelib, mana shu joyda xato qilgan deb nima qiladi? O'shani bog'lanib qoladi o'sha. Keyin unga qarshi chiqadi. Mana shu bog'iy aytadiki, masalan, nohaqligini aytadi, shu joyda xatoligi bor deb aytadi. Va ikkinchi tomon uni isloh qilish uchun nima qiladi? Unga qaytaradi uni. Qaytmasa, unga nima qilinglar? Urishinglar deyapti Alloh taolo. Buyuryapti. Hop. Tushundingizmi endi? O'rtadagi farqini ajrata oldingizmi? Hop, farqini men sizga aytayapman. Hop, tushunganim aytib bersam maylimi? Hozir tekshirib beradi. To'g'ri tushunibmanmi? Ayting. Hop, siz aytyapsizki, bitta odam, to'g'rimi? Boshqa odamni nohaqligini aniq biladi, nohaqsan deb turib o'ldiradi. U odam kofir bo'ladi, deyapsiz. To'g'ri. Bitta odam boshqa odamni nohaq deb o'ylaydi, lekin aslida u haq bo'ladi. O'ldirsa, u musulmon bo'ladi, deyapsiz. O'ldirsa ham baribir, to'g'rimi? Bog'iy tomon borib o'ldirmaydi. Bog'iy tomonga qarshi chiqadi. Qarshi chiqqanda ikkinchi tomon unga qarshi urushadi. Oyatni ochib boqing, oyatda xuddi shunaqa aytilgan. Qarang, bog'iy tomon birinchi qarang. Ularga qarshi urushadi. Shundan bog'iy tomon birinchi bor o'ldirib qo'ysa-chi demoqchiman. Bog'iy tomon borib turib, urush otsa deyliga, kofir bo'ladimi, baribir bo'lmaydimi? Yo'q, haq tomonni, misol uchun, nohaq deb o'sha o'ylab olganligi uchun, yoki bog'iy bo'lganligi uchun. Tushunyapsizmi? O'zi bog'iy degani o'zi bir narsaga bog'lanib qolgan kishi. O'sha shar'iy istilohda ham, o'sha lug'at ma'nolarda ham xuddi shunaqa narsa keladi. Hop, qarang. Bir narsani haq deb bog'lanib. Qarang, bog'iy yomonroqmi? Bog'iy yomonroqmi yo bitta o'g'irlik qilgan odammi? Qaysi biri yomonroq? Bog'iy yomonroqmi yo bitta o'g'irlik qilgan odam yomonroqmi? Tushunmayapsiz meni. Hop, shu savolga javob bering. Shu savolga javob bering. Bitta o'g'irlik qilgan odam yomonroqmi yo bog'iy yomonroqmi? Bo'ldi, shuni javob bering, ketamiz, boshqa mavzuga o'tamiz. O'sha amirga qarshi chiqqan bog'iy ommatan toifa sifatida yomonroq. Demak, u kofir bo'lishga u haqliroq. Siz uni musulmon deyapsiz, narigini kofir deyapsiz. Bo'ldi, keyingi mavzu. Bo'ldi. Bo'ldi. Keyingi mavzu. Mana shu endi siz yana aytayotgan shu faqoda kafar degan joyda sharhini aytdingiz. Ketdik. Ha, siz mana qital misol uchun musulmon bilan urushlik fisqdir, urushlik kofirdir degan o'sha kofirni sharhladiku, xuddi shunga o'xshab kofirni biz tom ma'noda olmayapmiz-da, to'g'rimi? Uni ta'vil qilyapmiz, to'g'rimi? Men qitalu kufrun degan narsani oyat bilan sharh qildim. Endi siz o'shani tarkni yoki rad qilsa yoki bo'lmasa erinib qilsa, u fosiq bo'ladi degan narsani bir oyat hadis bilan sharh qilib bering bo'lmasa. Mana siz hozir qarang. Endi hech qanaqa tushundim. Qarang, siz hozir mana qanaqa sharh qildingiz? Siz aytdingizki, misol uchun deyilgan, siz aytdingizki, mana mo'minligiga qarshi ursa, to'g'rimi? Mo'minligiga qarshi ursa kofir bo'ladi deysiz, to'g'rimi? O'sha oyatda aytib o'tdim. Mo'minligiga oyatdan sharh qilib berdim. Ha. Mo'minligiga qarshi ursa kofir bo'ladi deysiz, to'g'rimi? Mo'minligiga qarshi ursa deysiz. Lekin, ya'ni shunchaki borib o'ldirsa, to'g'rimi? Musulmon bo'ladi deyapsiz. Xuddi shunga o'xshaydi demoqchiman. Namozni ham, namozligini farzligini inkor qilib turib bo'lsa, odam namozligini inkor qilib turib bo'lsa, u odam kofir bo'ladi. Lekin odam erinib turib bo'lsa, ya'ni boshqa sabab tufayli, ya'ni farzligini biladi, boshqa har qanday sababli qoldirsa, u odam musulmon bo'ladi deyapman. Tushundingizmi? Endi shu so'zingizni qayerga tayonyapsiz? Shu yerdan tayinlanganki, Rasululloh alayhi vasallam hadisini tushunishlikda, tushunasizmi? Faqat birinchi ma'no emas, ya'ni majoz borligini tan olasizmi arab tilida? Majoz bormi arab tilida? Rasululloh hadisini birinchi ma'noda Rasululloh hadisi 3 ta 4 xil ma'noda keladi. Undan ko'p ma'no ham keladi. Majoz borligini bilasizmi? Anaqa Qur'on va sunnatda majoz borligini tan olasizmi? Ochiq aytilyapti, faqoda kafardi. Shundan nariga qotilda ham ochiq aytilyapti-da, lekin tushunasizmi? Faqot degan nima degani? Matahqiy degani.
ta'kid keladi. Hop. Innaga o'xshagan. Lom ta'kidga o'xshagan. Kofir bo'lyapti. Hop. Batahqiq kofir bo'libdi deyapti. Hop. Bu yerda masalan rad qilsa, farzdagidek inkor qilsa, yoki bo'lmasa erinib qolsa degan narsalar yo'q. Tark qilsa farq yo'q. Tark qilsa faqat kafir deyapti. Farzligini tark qilsa deyapti. Boshqa Imom Muslimda ham 82-hadisda keladi. Baynar rojuli va baynash shirki val kufri tarkus solah. Bitta odam qarang, bitta odam namozni diliga o'qimadi, peshinni o'qimadi yoki asr o'qimadi. U odam kofir bo'ldimi shunda? O'sha asrni tark qilib qo'ysa, hech qanaqa holatsiz, hech qanaqa uzrli holatlarsiz tark qilsa, o'sha inson kofir bo'ladi. Xo'p, endi shom o'qidi, yana musulmon diniga qaytdim, musulmon bo'ldim yana. Shuni ham boshida tushuntirib berdim. Xo'p, musulmon bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuni aytib bering, shuni ayting. Hozir kelib bizga keling. Xo'p, aytib beraman, qarang. Faqat bitta narsa, diqqat bilan eshiting va bitta berilgan savolni qayta bermangda, javob berilgan narsaga. O'sha inson bir kishi misol uchun shom namozini o'qimadi, tark qildi hech qanaqa sababsiz. Bu inson dindan chiqdi. O'sha musulmon kishi dindan chiqadi. Tushunasizmi? Xo'p. Endi misol uchun o'sha aytdiki, o'sha yerda kufr amal qildim, tark qildim deb, misol xufton vaqtida kirgan vaqtda esiga keldi, shu narsani o'yladi, fahm qildi. Va o'sha tavba qiladi, kufrga tavba qiladi, o'sha xuftondan davom etib ketaveradi. Chunki xufton vaqti unga farz bo'lib turdi. Buni islomga kirganidan keyin. Shunda boshqatdan islom diniga kirib to'g'rimi, yangitdan? Xuddi shunaqa. Xo'p, endi qarang, aytmoqchiman, bitta odam zino qildi, o'g'irlik qildi. Zino qildi, o'g'irlik qildi. To'g'rimi? Keyin namozni ana qildi. Keyin namozni tark qildi. U odam, to'g'rimi? Keyin xufton namozini o'qidi demoqchiman. Qarang, u xufton namozi boshqatdan dinga kirdi. Rasululloh alayhisalom hadislarda marhamat qilgan. Islom dini undan oldingi gunohlarni yuvoradi degan, to'g'rimi? Amma alimta anna al-islom yahdimu ma kana qablahu. U o'sha zino qildi, o'g'irlik qilgani yuvilib ketadimi shunday? Namoz tark qilib turib boshqatdan qaytib keldi-yu islom diniga. Islom dini undan oldingi hamma gunohlar o'chiradi deyilyapti. Demak, hamma gunohlar o'chib ketdi, to'g'rimi? Albatta. Rostdan. Bir inson dindan chiqib, ya'ni dinga kirsa, ya'ni haqiqiy hamma gunohlar o'chib ketadi oldinga. O'sha gunohlari kechiriladi. Va unda mazza ekan, men zino qilib o'g'irlik odamni o'ldirib yuboraman, bitta namoz o'qiyman, keyingi namoz bitta o'qiyman, bo'lib o'chib ketadi hamma gunohlar. U mazza bo'ladi, mazza bo'lmaydimi? Zo'ru, to'xta, rostdan shunga ishonasizmi shunaqa deb? Men aka bizlar o'g'irlik qildim, zino qildim, odam o'ldirdim, yana banditlik qildim, odamlar zo'rladim deydigan, keyin bitta namoz qoldirdim, ikkinchi namoz bitta o'qidim, bo'ldi, hamma gunohlarim yuvilib ketdi, to'g'rimi? Kechirilib ketdi. Eshitib turing. Hop, javob bering. Eshitib turing. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mazza bo'ladimi, mazza bo'lmaydimi? Bu Alloh azza va jalla qo'ygan din, shariat bu. Alloh azza va jalla islomdan oldingi gunohlarni kechiradi hammasini. O'sha tavba qilgan. Zo'r ekan u dinda, birodarim. Rostdan unda. Xuddiki buni ziddi islomda qanday amallarni qilgan bo'lsa, inson islomda bo'lgan holatda va islomdan chiqib ketgandan keyin xuddi amallari yuvilib, habada bo'lib ketganidek. O'sha oyat Zumar surasi 65-oyatida Alloh taolo aytadiki, agar sen shirk keltirsang, la yahbatuna amaluk dedi, amallaring habada bo'lib ketadi. Va la takunanna minal khosirin dedi. Sen hasrat chekuvchilardan bo'lasan. Xo'p, demak, gunohlar yuvilish eng zo'r yo'li bitta namoz tark qilib qo'yishlik, to'g'rimi? Tushunyapsizmi? Inson tushundim. Shunaqa deysiz. Bitta namozni tark qilib qo'ysam, bo'ldi, oldingi namozlarni, keyingi namoz davom ettiraman. Yangidan islom chirib chiqqan bo'laman. Hamma namozlarim, qazo namozlarim qolmaydi menda, hamma gunohlar o'chib ketgan. Yangidan to'lgandek bo'lib islomga kirdim. Tushundim. Bir inson o'sha tark qilib qo'ydi. Va keyin yana islomga qaytganidan keyin shu gunohlari kechiriladi. Islom undan oldingi gunohlarni hammasini kechiradi. Demak, shu namoz tark qilishlik eng zo'r yo'l ekan gunohlar kechirilishga. Bo'ldi, keyingi savol, birodar. Shuni bilmoqchi edim, birodar. Xo'p. O'sha o'zi tark qilishlik o'zi eng katta gunohda o'zi kufr. Xo'p, boshqatdan o'qisam, yo'qib ketadi, baribir hamma kufr, to'g'rimi? O'chib ketadi, baribir. To'g'rimi? Boshqatdan boshladim, boshqatdan islomga kirdim men. Xolis tavba qiladi. Xo'p, boshqa shu namoz o'qishim tavba qilishmi? Xo'p, o'sha namoz o'qishim o'sha eng katta anaqa demoqchiman. Qaytdim islom diniga, bo'ldi, endi oldingi hamma gunohlar o'chib ketadi shunda. Xo'p, bitta kimni savol beraman dedi, bersin savol. Tavba qilishing kerak. Savolini bersin, o'sha kimni savol beraman dedimi? Bering savolingizni. Yo'q, u savol bermadi. Eshitib gaplashing dedi, bo'ldi, gapiravering. Bo'ldi. Bo'ldi, shuni bilmoqchi edim, birodar. Siz sharhingizni qayerdan oldingiz o'sha taqoda kafar degan sharhingizni? Biron oyat hadisga tayandingizmi yo fikringizmi? Xo'p, shundan bilamizki, qarang, Rasululloh alayhisalom aytganki, masjidda yonida yashaydigan odamni namozi masjiddadir degan.
Demak, masjidning yonida yashaydigan masjidda qo'shnisi uyda namoz o'qisa o'tmaydimi? Nima? Masjidda o'qiydigan nima? Masjidda Ha, uyda hadis aytaman mana. Masjidda qo'shnisini namozi, masjidda yonma-yon yashaydigan odamning namozi masjidda durud degan hadis bor. Ha. Buni kufr tarki solatga nima aloqasi bor shunda? Shunda siz buni tom ma'nosini tushunmaysiz, buni sharhlashga muhtoj, to'g'rimi? Tom ma'nosini tushunib beringchi shu hadis. Qur'on va hadisda majoz bor. Qur'on va hadisda majoz bor demoqchiman. Siz bu hadisda majozsiz tushuna olmaysiz demoqchiman. Xuddi shunga o'xshab, tark soloni ham majozsiz tushuna olmaysiz. Qanaqa ma'noda tushunish kerak bo'lmasa? Xo'p, qarang, bitta odam, demak men masjid qo'shnisiman, masjiddan 100 metr bu yerda yashayman, yiliga. Men masjid uyda namoz o'qisam, namozim o'tmaydi, to'g'rimi? Shu hadisga binoan. Siz tushunyapsizmi? Tarki solatga nima farqi bor unda? Yo'q, siz uni qo'yib turing, hozir men buni tushunsangiz, keyin naringga o'tamiz demoqchiman. Men sizni tushuntirishni aytyapman. Shu hadisga binoan men masjidda qo'shnisi bo'lib turib, uyda namoz o'qisam, namozim o'tmaydimi? Ha, yo'q deb javob bering. O'tadi. Ana, lekin Rasululloh ham masjiddadir deyapti. Nimaga o'tadi dedingiz? Nimaga o'tadi dedingiz? Ketdik, sharhlang. Nimaga o'tadi dedingiz? Qayerda aytayapti? Nima deyapti? Rasululloh alayhi vasallam aytgan, masjidda qo'shnisini namozi, masjidda yonida yashagan odamning namozi masjiddadir deyapti. Uyda emas, masjiddadir deyapti. Demak, men uyda namoz o'qisam, demak uyda namoz o'qisam, namozim o'tadi, o'tmaydimi? Qaysi aytilgan shunaqa deb. Xo'p, hadis olib bersam bo'ldimi? Ha, siz o'sha gapirgan gapingizga dalil berib ketishingiz kerak-da. Al-bayyinat va al-mudda'a. Xo'p, eshitmagansiz bu hadisni? Eshitgan bo'lsangiz kerak bo'lsa deb men anaqa qidirmay aytdim. Yo'q, rostini Eshitganmisiz? eshitmaganman. Xo'p, Sahih Buxoriy, Sahih Muslim. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim. To'xtang, Doraqutniy, Imom Hakim, Al-Bahaqiy. Buxoriy va Muslim ikkalasidan bittasini nazilni ayting. To'xtang, hozir. To'xtang, Buxoriy Muslim nima ekan hozir? Qarang, Muqarrabim bitta savol bersam bormi? Mayli, shu yerda. Hop. Siz shunda dalilini o'zingiz bilmaysiz, dalili yo'q narsani ustiga aqida qurgansiz. Yo'q, birodam, sizga aytyapman. Qarang, siz Qur'on va sunnatda majozsiz tushuna olmaysiz hech qachon. Qarang, Rasululloh Alloh taolo Qur'on karim aytgan, ya'ni "Vamay a'ma fil hadisi dunya va huwa a'ma fil akhirah va adallu sabila" degan. Kim dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r bo'ladi, deyapti. Demak, dunyoda hamma kimki ko'r bo'lsa, ko'zi ko'rmasa, oxiratda ham aniq ko'r bo'ladimi? Qani javob beringchi. Yo'q, siz men Yo'q, birodar, siz qochib ketyapsiz. Ya'ni siz savolingiz javob shu. Majoz bormi yo'qmi? Qur'on va sunnat majoz bormi yo'qmi? Shuni javob bering. Majoz bormi Qur'on va sunnatda? yo'q, hop, buni tushunyapman. Bormi yo'qmi? Majoz yo'q, qani yo'q deb javob bering. Savolga savol bilan javob berar ekansiz. Majoz bormi Qur'on? Siz buni tushunsangiz, keyin narigini ham tushunasiz. Majoz bormi Qur'on va sunnatda? Majoz bormi yo'qmi? Mayli, topishda davom etavering. Bormi majoz yo'qmi Qur'on va sunnatda? Qarang, Topavering. Siz hozir yana chuqurlashib ketadi. Prosta men savol berdimki, misol agar ha yoki yo'q desangiz, muammosi yo'q. Hozir cho'kib chuqurlashib ketmang. Shunaqa mavzudan cho'zolashib. men sizga Abu Davudda rivoyatini aytdim. Siz ya'ni bunaqa deysiz. O'sha Abu Davuddagi rivoyat o'zi bor edi. Ya'ni Alloh xolis kechirmaydi degan. Shularga va biz Qur'oni Karimda tom ma'noda tushunadigan bo'lsak, unda siz ko'p oyat va hadislarni birinchi ma'nosini oladigan bo'lsangiz, ichkariga kirib qolasiz. Misol uchun men hozir aytdim. Kim dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r deyapti. Demak, bitta odam ko'zi ko'rmasa, oxiratda ham aniq ko'r bo'ladimi?
Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz Ha, nima qanaqa bo'ladi? To'xta, oyat shunaqa deyapti-yu. Nimaga unaqa bo'lmaydi? Nima qayerdan oldi bu gap? Qani Qur'on va sunnatdan isbot bering. hozir uzoqlashmaylik, keyin aytamiz mavzuni. Hozir prosta savolimga javob bering. Bo'ldi, muammosi yo'q. Ha yoki yo'q deb. Shu hozir siz endi shu narsani dalilini bilmasdan, dalilsiz narsani ustiga e'tiqod qilgansizmi? Voy birodarim, siz biror dalil qalbiga keltirmaysiz, birodarim. Qarab, eshitib turing. Hop. Misol uchun, siz birinchi e'tiqod qurib, keyin dalil izlaysizmi? Birodarim, biz hamma mazhab sog'liq, aql, sog'liq, naql, dalil hamma narsaga asoslangan. Tushunyapsizmi? Faqat biz sizlardan farqli o'laroq birinchi ma'nosini olmaymiz, tushunyapsizmi? Har doim ham. Chunki majoz degan narsa bor arab tilida. Majozni oladigan bo'lsangiz, siz ishkolga kirib qolasiz. Qur'oni Karim juda ham ko'p. Ikkinchi ma'nosini o'sha mana shu hadisda. Keling, mana zotan mana shu hadisda olaylik. Yo'q, mana ketdik. Zotan shu oyatni olamiz. Kim bu dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r va eng adashgan yo'lda bo'ladi. Qani shuni birinchi ma'nosini beringchi? Ketdik. Qochmang. Qani qochmang, ketdik mana shu oyat. Ikkinchi ma'nosini qayerdan olyapsiz? Shuni ayting. Siz bunda ikkinchi ma'nosini qayerdan olyapsiz? Mana kim dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ko'rdir va eng adashgan toifadir deyapti. Bu nimaga ikkinchi ma'nosini olyapsiz? Nimaga birinchi ma'nosini olmayapsiz? Shu qaysi oyatda aytyapsiz hozir? Isro surasida keladi. Nima deysiz? Isro surasida keladi. Xo'p. Kim dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r va eng adashgan yo'ldadir. Oyat to'liq o'qingda. Bitta joyni yurib olasizlar-da, o'sha yomon joyda, o'sha bitta oyat yurib olib, mana shu qanaqa desak. Hozir. Hop, Isro surasini ochamiz. Nechinchi oyat ekan? 72. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Qani birinchi ma'nosini bering shuni. 72-oyat. Ha, o'qing. Hop, endi oldingi oyatini o'qing. Hop. Hop. O'qingchi. Siz bilgan yaduna kullu unasin bi imanihim fama ut kitabahu bi yaminihi fa ulayka yaqra'una kitabakum wa la yuzlamuna fatila. Xo'p, ana ko'rdingizmi? O'shanda oyatda javob chiqib kelaveradi. Shu qanaqa javob chiqib keladi bu yerda? Chunki o'ng qo'ldan berilsa, qarang, vaman deyapti. Umuman mavzu o'zgarib berdi. Kimki dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r bo'ladi deyapti va eng adashgan yo'ldan bo'ladi deyapti. Demak, kimki dunyoda ikkita ko'z ko'rmasa, oxiratda ham aniq ko'zni ko'r bo'ladi. Shunaqami? Birinchi ma'nosini o'qing. Birinchi ma'nosini oling buni ham. Oling birinchi ma'nosini. Xo'p, a'ma nima o'zi? Nima degan a'ma degan? Oddiy-ku. Bilmaysizmi a'ma ma'nosini? Nima degan shu? Ko'r degan. Ko'r degan. Hop. Kim dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r ekan, demak, to'g'rimi? Hamma dunyodagi hamma ko'rlar oxiratda aniq ko'r bo'ladi. Shu ma'no to'g'ri? A'ma degani adashgan kishi bo'ladi. U ana nimaga ikkinchi ma'nosini oldi? Nimaga ikkinchi? Birinchi a'mani birinchi ma'nosini ko'ring, lisan arab ochib. Birinchi ma'nosini ko'ringchi, a'mani birinchi ma'nosini ko'ringchi. Nimaga ikkinchi ma'nosini olyapsiz? Nimaga ikkinchi ma'nosini olyapsiz? Ketdik. Qur'on sunnatda dalil keltirmayman menga. Ha. Man kana fi hadhihi a'ma fil akhirati a'ma va dallu sabil. Ha. Nimaga ikkinchi ma'nosini olyapsiz? Qani? Ay shu adolli sabillaga aytyapman. Adolli sabil. A'ma so'zining birinchi ma'nosi nima? Ketdik. Arabni bilasizlar? A'ma so'zining birinchi ma'nosi nima? Nima birinchi ma'nosi? U ana hop, demak, kimki dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham hamma ko'r insonlar ko'r. To'g'rimi? Ha, deng bo'ldi. Ha, deng bo'ldi. U ana yo'q deyapsiz. Nimaga? Qur'on va sunnatda dalil keltiring. Nimaga siz birinchi ma'nosini olmayapsiz? Qur'on va sunnatda dalil kerak menga. Ketdik. Allohning oyatlaridan ko'rmagan inson bilan U tushunyapsiz. ana tushunyapsizmi? Alloh oyatlarini ko'z bilan ko'rmagan odammi? Har qanday, ya'ni ko'z ko'rgan odam, musulmon oyat o'qiy olmaydi, to'g'rimi? O'sha odam oxiratda ko'r bo'ladimi? Tushundingizmi, birodarim? Qur'on va sunnatda majoz degan narsa bor. Majoz tushunmasangiz, siz shunaqa birinchi ma'nosini olib turib, hammani kofirga chiqarib yuraverasiz, birodarim. Majoz o'rganing, ya'ni demoqchi nimaligini. Har bitta narsani biz birinchi oyatda birinchi ma'nosini olmaymiz. Ikkinchi, uchinchi ma'nolari bor. O'sha ikkinchi, uchinchi ma'nosiga qarashga majbur bo'lasiz. Nimaga? Chunki birinchi ma'nosi sizni adashtiradi, birodarim. Xuddi mana adashib qoldingiz o'zim aytdi. Yo'q, adashganim yo'q. Kimki Allohning oyatlaridan ko'r bilsa. To'xtang, bu yerda ko'plab keladi. oyatlarda qanaqa ko'r bo'lishi mumkin, birodarim? Ko'z bilan ko'rmasammi? Shuni aytyapsizmi? Oyatlardan ko'r bo'lsa deb nimani aytyapsiz?
oyatlarni ko'rmasa, ya'ni Alloh ko'z bilan ko'rmasa, to'g'rimi? Ikkita ko'z bilan ko'rmasanmi? yolg'onga chiqarsa, adashtirsa. Ha, ana, demak siz majozni bilasiz ekan nimaligini. Mana majozni olyapsiz, to'g'rimi? Mana bilasiz ekan nimaligini majozni. Demak, a'mani biz har doim ham ikkita ko'z ko'rmasa degan ma'nosi yo'q. Bilmasligi mumkin. Ya'ni yolg'on chiqarsa, kazob bo'lsa degan boshqa ma'nolari ham bor. Demak, biz shunda birinchi ma'no qo'yib turib boshqa ma'no olyapmiz. Xuddi shunga o'xshab biz tark solani ham birinchi ma'nosini olmaymiz, tushundingizmi? Mana o'zingizga o'zingiz bilan dalil keltirdingiz. Birodar, baraka toping. Yo'q, shu yerda siz qayerdan olyapsiz shu narsani? O'z siz qayta oldingiz, mana a'mani ko'r bo'lsa deb turyapsiz. Mana birinchi ma'nosi turibdi, a'ma deb Alloh taolo ko'r deyapti. Siz uni adashgan bo'lsa, oyatlarni ko'r bo'lsa deb ta'bir qilyapsiz. Nimaga ta'bir qilyapsiz? Ta'bir qildingiz mana. Baribir siz aylantiryapsiz. Ta'bir nimaga qildingiz? Siz hozir ta'bir qildingiz, nimaga ta'bir qildingiz? Ta'bir qildingiz birodarim, siz hozir. Ta'bir qildingiz, to'g'rimi? Oyatlarni ko'r bo'lsa adashtirsa deyapsiz, olmasa deyapsiz. Eshitib turing, Baqara surasi 18-oyatini siz o'sha yerda aytib qo'ygan o'zi. Baqara surasi to'xtang. Ya'ni siz majoz borligini tan olasizmi, Qur'oni Karimda? Tan olasizmi? Eshityapsizmi? Majoz deb men majoz deb turib, o'zimdan lafz qo'shib, o'zimdan tarjima qo'shmayman. Xos qo'shdingiz-ku. Xos qo'shdingiz-ku. Kim oyatlardan ko'r bo'lsa, oyatlar degan joy yo'q bu yerda. Oyatlardan ko'r bo'lsa adashgan bo'lsa deb o'zingiz qo'shdingiz hozir. Qo'shdingiz mana o'zingizdan. Tushundingizmi birodar? Ya'ni xuddi shunaqa. 8-oyatini ochib o'qing. Summan bukmun umyun. Fahmlar yaqin. Ha, bilaman. Soqol ko'rdilar, bas ular qaytmaslar. O, ana, bu ham majoz mana. Siz o'zingizga qarshi zo'r anaqa dalil olib kelib berdingiz. Xo'p, birinchi ma'nosini oling-chi shuni. O'sha oyatlarni o'qingchi, o'shani oldi 17-oyatini o'qing. O'sha yerda aytib bayonini berib qo'ygan. Oyatni bitta joyini yulib olinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida oyatlarni hech kim raqamga berib chiqmagan. Oyatlar shunday nozil bo'lgan. Tushundim. Ana, qaytyapman, sizga aytyapman. Shuncha men birinchi ma'nosini bitta joyini yulib olib turib, mana shu ma'nosi majoz bor Qur'onda. Majozni o'rganishga degan narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Demak, majoz yo'q Qur'on Karim, to'g'rimi? Faqat birinchi ma'nosini olib ketaverasizmi? Eshiting, bitta oyatda uni oldingi oyat yoki boshqa oyat tafsir qilib beradi, tushuntirib beradi. Faqat bitta joyda yurib olib, mana shu joy tushuniladi deyilgan narsa yo'q deb tushunyapsizmi? Oyat, misol uchun bitta oyatni tushunmasa, yana boshqa oyat bo'ladi shunga o'xshash va shuni qaytadan chiroyli qilib yoritib bergan oyat bo'ladi. Xo'p, siz ham hadisni bitta o'zini yurib olmaydi, barcha hadislar o'rganib chiqish kerak, barcha sahobalar gaplarni. Siz olib keling o'sha benamoz namozni tark qilgan kishi musulmon ekanligiga bitta hadis olib keling bo'lmasa. Abu Dovudga hadisni men sizga olib berdim u. Qaysi? U zotan o'zi namozi kelgan kishi haqida aytilgan. Boya tushuntirib berdim boshida ham. O'zi zotan namozga kelib o'sha amallarni qilishga tayyorlangan. Vamanlar bihinda deb kelyapti-yu. Yo, tushundim buni. Zotan o'zi shu inson asli namozga kelib o'sha namozni qilishlik uchun o'sha amallarni qilayotgan. Shu ba'zisini nima qilgan, xushu bilan qilmagan yoki ba'zisini chiroyli qilmagan yoki bittasini nima qilmagan, chiroyli qilmagan. Yaxshi qilmagan yoki vaqtida qilmagan. Vaqtida ya'niki bir kechiktirib qilgan. O'sha narsa haqida kelgan. Bu yerda namozni tark qilgan narsa haqida emas. Qarang. Sizga aytyapman. Men sizga oyat olib kelyapman, hadis. Faman tarakaha faqad kafar degan narsaga siz ham misol uchun shunga o'xshash yoki shunday bitta nimani olib keling. Qarang, Qur'onni qarang. Alloh taolo Qur'on Karimga bilasizmi? Fawailul musallin degan, to'g'rimi? Vayl nima degani vayl? La'nat demaydi. Xo'p, yana mana boshqa ma'nosi ham bor. Xo'p, fawailul musallin degani hozir bu yerda musulmonga haqida gap ketadi, kofir haqida gap ketyapti. Namozxonlarga gapiryapti. Xo'p, o'sha odam kofirmi yo musulmonmi? Xo'p, namozxon musulmon uchun musulmon. Xo'p. Kofir emas, to'g'rimi? Yo'q. Xo'p, endi oyat davomini o'qing. Xo'p. Alayhihan solati masahu, alayhim yurun. Ya'ni bir yoq bo'lsa, esdan chiqib qolsa, to'g'rimi? Bar musulmon ekan, to'g'rimi? Demak, musulmonmi u ham? Xo'p. Nima deyapti bu yerda? Tushuntiringchi. O'sha hadisga bog'lanchi bo'lmasa endi. Boyaman bog'lanib. Fawailul musallin shunday bir namozxonlarga anaqa vayl bo'lsin deyapti. Alayhihan solatihim sahun. Ular namozlarini, ya'ni namozlarga be'tibor deyapti. Ya'ni bir o'qib, bir o'qimay yurishadi deyapti. Siz buni musulmon deyapsiz, to'g'rimi? Siz bar musulmon deysiz-ku. O'qib yurmaydigan? O'qidingiz-ku, mana sahun nima degani? Be'tibor degani. Ha, nima degani shu? Namozga be'tibor vaqtidan boya xuddi siz aytayotgan birinchi olib kelgan hadisda vaqtini kechiktirib o'qiladi. Ha, u peshin vaqtini shomda o'qiydi yoki xuftonda o'qiydi. Ko'ryapsizmi? Birodaram, namozni qarang. Sahun degan kelmadi agar vaqtda o'qisa, peshinda vaqtini, peshin asr kirmasdan o'qisa, unda sahun bo'lmaydi. Asr vaqtini quyosh botguncha o'qisa sahun bo'lmaydi. Sahun nima degani? Ya'ni bir o'qiydi, bir o'qimaydi, kechiktirib o'qiydi, odamlar riyo qiladi deyapti. Ya'ni namozda riyochi o'qisa, siz uni kofirmisiz azizlar? Riyo
uchun o'qisa kofir bo'ladi. Hop, mana ketdik mana. Siz hozir failul musallin degan siz musulmon deysiz, hozir alladhi hum yuraun deyapsiz, siz buni kofir deyapsiz. Nimaga? Qarang, u mana o'ziga qarshi. Ha, mana nurchi o'qiyapsiz, buni musulmon deysiz hozir. Agar riyo uchun o'qiyotgan bo'lsa kofir deyman. Nimaga hozir musulmon deysiz? Men aytyapman sizga, musulmon kishi namoz o'qiyotgan musulmon kishini musulmon deyman deyapman. Agar riyo uchun qilayotgan bo'lsa kofir deyman. Tushunyapsizmi? Hop, be'tibor o'qisachi, bir o'qib, bir o'qimasachi. Agar o'shani tarki rostdan, misol uchun qasddan tark qilayotgan bo'lsa kofir deyman. Tark qilib. Hop, fawailul musallin degan Alloh taolo kofirlarni nazarda tutyaptimi bu yerda? Demak, yo musulmonlarim, boshqatdan ayting. Nima bo'lyapti? Fawailul musallin degan Alloh taolo bu yerda shunday musulmonlarga, ya'ni anaqa namozxonlarga do'zax bo'lsin, ya'ni ular kofirdir deyaptimi yo musulmondir, sal ehtiyot bo'lsin deyaptimi? Ha, bu yerda musulmonlarga musulmon debman. Namozxonlarga vayl bo'lsin. Hop, o'sha vaylni nima nazarda tutyapti Alloh? Ha, uni davomida allazina nima degani edi? Ana o'shalar. Hum an solatim sahun deyapti. Ha, yo'q, o'sha allazina degani o'shanga qaytadimi? Ha, musulmonlarga qaytadi. Musollinga qaytadi. Musollin. Ha. Hop. Allazina hum yuraun. Ular riyo uchun qiladi. To'g'rimi? Hop. Shunda ular musulmonmi yo kofirmi? Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi, to'g'rimi? Endi qilayotgan bo'lsa kofir bo'ladi. Hop, demak, mana shu umuman shu fawail degan so'z, ya'ni ular do'zaxda abadiy degan ma'noni olsa bo'ladimi shunda biz? Ya ular, ya'ni ular kofir degan ma'noni olsa bo'ladimi? Fawailul deyapti-yu. Agar fawailul deb o'sha jahannamda nazarda tutilgan bo'lsa, jahannamdan deb olishi mumkin. Chunki fawail jahannamning nomi ham bor. Demak, fawailul musallin degan Alloh taolo umuman kofir, shunday hammasi kofir deyapti, to'g'rimi? Yo'q, namozxon inson ham jahannamga tushishi mumkin musulmon bu holatida. Gunohlar chiqib ketib. Qanaqa tushadi u odam kofir, u abadiy qolmaydimi? Namoz o'qiyotgan kishi deyapman, tushunyapsizmi? Ha, boshqa gunohlar bor deyapti. Boshqa gunohlar bor deyapti. Boshqa gunohlar, ko'payib ketib, jahannamga tushishi mumkin. Lekin u abadiy qolmaydi yo'q. Xo'p, demak, bu yerda fawailul musallin degan Alloh taolo do'zaxiy bo'ladi, abadiy deyapti demoqchisiz, hozir to'g'rimi? Ha, riyo uchun qilayotgan bo'lsa, o'sha inson riyo uchun qilayotgan bo'ladi, namozxon bo'lgani bilan o'sha inson abadiy do'zaxda qoladi. Ha, o'sha kofir bo'lguncha abadiy jahannamda qoladi. Xo'p, an solating sahun ham abadiy do'zaxda qoladi, to'g'rimi? Yo'q, allazina hum yuraun. Yo'q, hum an solating sahunchi. Aytaman, o'sha ichida musulmonlar bo'lsa, misol uchun musulmon riyo uchun qilmayotgan bo'lsa, misol uchun xuddi oyatda kelganda sahun, ya'niki vaqtini kechiktirib, beparvolik qilib yurgan bo'lsa, kofir bo'ladi u odam. Kechiktirib o'qiyotgan bo'lsa, kofir bo'lmaydi. O'sha musulmon kishi nima bo'ladi? O'sha inson jahannamga tushishligi mumkin, lekin uni gunohlari, ya'ni mana shu gunohlar ko'payib ketdi. Keyin yana jahannamdan ozod qilinadi. Ha, demak, hop, bitta odam namozni bee'tibor yurib, bir o'qib, bir o'qimasa, demak musulmon ekan, to'g'rimi? Tan oldingizmi? Yo'q, bir o'qib, bir o'qimagan demayapman, tushunyapsizmi? Eshiting, namozni kechiktirib, namozga beparvo. Nima degani shu beparvo kechiktirib nima degani bu? Nima degani u? Namozni kechiktirish degani vaqti chiqmasdan turib namozni taqib. Unda ado deyiladi, birodar, u sahun deyilmaydi, u ado qildi deyiladi, ko'rasizmi? Xohlasam men bomdodda chiqishdan oldin o'qiyman, xohlasam peshinda men asrga taqib o'qiyman, xohlasam asri qo'sh botishdan oldin o'qib olaman. U ado deyiladi, u qazo deyilmaydi u. U sahunga kirmaydi, birodar. Ha, sahunga kirmaydi u. Qani, vayl deyapti, Alloh vayl bo'lsin deyapti. Namozga be'tiborga umum qilib olamiz-da, qarang. Umum qilib olamiz, be'tibor degan narsani ichiga. Shu be'tibor namozida xushusi yo'q. Shuning uchun nima o'qiyotganini ba'zi tushunmay qoladi. Tushunyapsizmi? Misol insonni shayton hayvonlar adashtiradi, shunaqa insonlar uchun namozni kechiktirib, misol uchun asr vaqtini chiqarmaga borib taqab o'qiydi. Ado degani ado qilishlik, o'z vaqtida ado qilishlik namozni. Nima? O'sha vaqt qachon? Vaqt qachon u? O'sha misol uchun asr vaqtini, nimasi? Vaqti o'sha shom kirguncha. U ana, demak, o'sha shom kirguncha o'qisam bo'ldi, to'g'rimi? O'sha beparvolik qilib kechiktirib o'qisang, o'shalarga sahun. O'sha nima degani kechiktirib o'qish degani, birodar? Birinchi kirish bilan 1 minut o'qishim kerakmi yo 5 minut o'qishim kerakmi? Sahun kechiktirib. O'sha nima degani? Necha minut kechiksa? Vaqtini orqaga tirab. Aytaman, chiqar vaqtga yaqinlashib qoladi-yu. Misol uchun hozir deylik 4:30 da asr chiqib ketadi. Misol deylik. Shuni misol uchun olib borib 4:26, 4:20 da o'qiydi, kechiktirib. Beparvolik ana shu. Namoz vaqti chiqib ketyapti, beparvo yurib turadi. Xo'p, lekin u joiz-u demoqchi, u harom ish qilmayapti-yu. U narsa joiz, shariat ruxsat bergan u. Qanday joy? Mana sahun deyapti Alloh taolo. Qarang, hozir bitta hadis aytsam, yana hadis qaytdan eshiting deysiz. Jabrayl alayhisalom o'qib bergan Rasululloh alayhisalomga. Birinchi bir marta namoz o'qib berganda, birinchi vaqtida o'qib bergan, ikkinchi marta ikkinchi vaqtida o'qib bergan. Ummating namozi shu ikkita vaqt orasida degan. Qarang, bomdodni men 40 minutdan o'qisam deyilgan, masalan, quyosh ko'tarilishidan 10 minut oldin o'qisam, joizmi yo harom ish qilgan bo'laman? Nima degan ekan?
Hadis eshitmagansiz. Endi bu hadisni hozir aytsam, qayerdan eshitdingiz siz? Yo'q, hozir shu nima degan ekan dedingiz, men tushunmadim. Jabroil alayhissalom Rasululloh alayhissalomga namoz o'qib bergan. 2 marta. Birinchi vaqtida o'qib bergan, masalan, peshinda, asrda, shomda, xuftonni. Ikkinchi marta namoz o'qib berganda, ikkinchi, ya'ni chiqib ketishdan oldin o'qib bergan. Ya'ni peshinda oxirgi vaqtida o'qib bergan, shomda oxirgi vaqtida o'qib bergan, xuftonni oxirgi vaqtida o'qib bergan. Keyin aytgan ummatining namozi shu ikkita vaqt orasida degan. Xo'p, shu qayerda aytgan shuni? Eshitmagansiz bu hadisni? Eshitgan bo'lsangiz kerak, ilmingiz bor bo'lsa kerak, shu misol keltiryapman. Hozir buni ham topib berishim kerak hozir, to'g'ri qidirib. O'sha dalili kerak-da. Ko'p o'qishingiz kerak ham birodaram. Bo'pti, uzr birodaram. Xo'p, mazmunga qaytaylik. Eshitib emas, men ishchi ko'rgan, ishongan narsani ustiga aqida quraman, tushunyapsizmi? Birodaram, ko'p hadisni o'qish kerak ekan demoqchiman. Qarang, siz men hadis aytsangiz, qayerdan eshitgan demaysiz, men bilaman borligini, shunga gaplashib turaman. Da'vo qilayotganingiz uchun o'sha davom olib kelish, dalil olib kelishingiz kerak. Qul hatu qur'anakum in kuntum sodiqin deydi. Sodiq bo'lsalaring, o'sha nima dalillaringni olib kelinglar. Burxonlaringni olib kelinglar deydi Alloh. Hop, Jabroil alayhissalomning hadisini eshitganmisiz? Misol uchun aytyapman. Kimni? Jabroil alayhissalom hadisini. Jabroil hadisi deyiladi-yu. Ha, Jibril hadisi. Hop, men shuni aytsam, siz ham menga qayerdan eshitding, hadisini dalilini olib kel demaysiz menga, to'g'rimi? Ha, eshitganman, gapir deysiz, to'g'rimi? Yo, qayerdan eshitding deb hadis olib kelasizmi? O'qib tushuntirib ber deyman, tushuntirib bering deyman. Birodar, u narsa qarang, maqsad nima? Sen muhaddisligini tekshirishmi yo rosa hadis bor yo'qligini tekshirishmi? Muhaddislikni tekshirsa bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. O'sha narsani ko'rmaganligim uchun, o'sha narsani ko'rmaganim uchun shuni sizdan so'rayapman. Ha, ana tushunyapsizmi? Men shu ko'rgan bo'lsangiz kerak aytdim. Bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz kerak aytdim. Demak, hozir bu yerda solat sahun deganda, ya'ni ular namozlar beparvo bo'lgani, hozir bu yerda siz aytyapsizki, oxirgi vaqtda o'qisa ham, oxirgi vaqtda o'qishligiga nazar qilyapsiz. Deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. O'shani o'zi nima uchun kofir deb tayinlayapman aytaymi? Allazina oyatda davom keladi. Allazina hum yuraun. Ular insonlarni ko'rishligi uchun riyo qilib o'qiydi. Bu inson kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi inson. Demak, tepadagi oyatdan kofir bo'ladi, allazina hum an solatihim sahun kofir bo'ladimi? Umum qilib tushiramiz deb tushunyapsizmi? Lekin mana shu oyatda aytilganidek, misol uchun allazina hum yuraun, agar kimdir riyo qilib o'qisa, haqiqatan u shirkka mushrik bo'ladi. Riyoni ikkiga bo'linadi, ya'ni kattachilik, kichkinachilik, uni riyoni ajratmaysiz siz? Ikkiga bo'lmaysiz riyoni. Yo'q, namoz haqida gaplashaylik, keyin bu mavzuga gaplashamiz. Xullas, namozni tark qilgan haqda kishi musulmon bo'lib qoladi degan dalilingiz yo'q, to'g'rimi? Birodam, siz birodam, eshitib qarang. Muqarrabin, eshitib. Hop. Men aytdim sizga, faman taraka faqat kafar deb turib, mana shu ochiq oydin lafz bilan kelgan birodar dalilingiz yo'q, to'g'rimi? Birodar, men sizga Abu Dovudga hadis aytsam, siz mandur qochib ketdingiz, tushunyapsizmi? Men hop indamayapman demoqchiman, faqat endi qochib ketdim deyapsiz, endi mana insof qilaylik shu yerda. Endi men qochib ketdimmi yo sizga o'sha narsani mavzu burilib ketdi demoqchiman. Tushuntirib berdim. Mavzu burilib ketdi demoqchiman. Ha, o'z siz burib yuboryapsiz, men sizdan ochiqda dalil so'rayapman. Xo'p, mana shu dalillar qarang, mana shu dalil olib kelyapman sizga, qarang. Alloh taolo sayaqul ular namozlarini, mana shu ham dalil bo'ladi bizga, oyat mana ular namozlarini unutadi deyapti, to'g'rimi? Bir o'qib bir o'qimaydi deyapti. Lekin baribir siz buni musulmon deyapsiz. Mana shu dalil emas sizga. Kofir bo'lmaydi inson. Bir kishi qarang. Asr namozi vaqti kirgan. Hop. Uni kirganini misol uchun bildi deylik, mana bildi ham deylik. Lekin esidan chiqib qoldi shu asr namozi kirganini yoki o'qidim deb o'yladi yoki bo'lmasa esidan chiqib ketdi. Umuman esida yo'q, hayotida yo'q. Bu xato bo'ladi. Hop, unda gunoh ham bo'lmaydi. Unda gunoh ham bo'lmaydi unga. Ha, shom bo'ladi. Shom kirgandan keyin asr o'qimadim, esimga endi esiga kelsa, u inson nima bo'ladi? Kofir bo'lmaydi. Ha, bilaman, u sahunga kirmaydi birodar. U manasi alohida. Men sahun gaplashyapman. Ha, sahunda aytyapmanki, o'sha kechiktirib vaqtini taqab bu namoz, misol uchun peshinda asrga taqab, asrda shomga taqab, shomda xuftonga taqab. Shunda lekin u joiz demoqchiman, unaqa o'qishlik. Shariat ruxsat bergan unga. Sahun uning ichiga kirmaydi demoqchiman. Xo'p, namozni zoya qiladiganlardan mancha zoya qiladi. Ya'ni birodar, zoya qilish degani vaqtida o'qimaslik degani. U vaqtida o'qiyapti u odam. U odam musulmon, u odam anaqa joiz shariat ruxsat bergan ish qilyapti. Nimaga shuni sahunga tenglashtiryapsiz? Zoya degani vaqtdan chiqarib ketadi degani emas. Zoya nima degani? Nima deysiz? Zoya nima degani? Zoya namozni zoya qilish degani nima degani? Shu vaqtni ya'ni kechiktirib olib boradi. Bitta masalan, hozir uni qachon zoya qilmaslik uchun nima qilish kerak? Uni namoz zoya qilmaslik uchun nima qilish kerak? Tushunmadim. Namozni zoya qilmaslik uchun nima qilish kerak? O'sha vaqtida o'qish kerak. Qanaqa kirish bilan 1 minutda o'qishim kerak, qanaqa o'qishim kerak? 5 minutdan o'qisam bo'ladimi? Eshitib turing. Kirganidan keyin boshlaysiz o'sha 1 minutdan keyin olasiz, 5 minutdan keyin olasiz. 10 minutdan keyin, yarim soatga o'qsamchi? Yarim soatga o'qsam nima bo'ladi? Lekin olib borib taqab qo'ymaysiz. Yarim soatga o'qsam nima bo'ladi? Son vaqti eshitib turing, asr vaqti chiqib ketadigan joyga olib taqab qo'ymaysiz deb tushunyapsizmi? Xo'p, necha minutdan bo'ldi? Sahun deysizmi? Necha minut? 1 soatdagi sahun deysizmi yo 1,5 soatdagi sahun deysizmi? Unda hech qanaqa
dalil kelmagan Qur'on sunnatda aynan bitta vaqt yarim soat. Birodar, siz bu gapingizga dalil xudo hech qanaqa dalil kelmagan birodar. Siz gapingizga o'xshayapsizmi? Aynan shu Sahun nimaga unaqa tushundingiz soldi? To'g'ri, Sahun nimaga unaqa tushunyapsiz? Ha. Aniq bitta belgilab, ya'niki 15 minutdan yarim soatdan keyin degan dalil kelmaganligi uchun men bu narsa haqida bir narsa demayman. Lekin o'sha Sahunni sizga tushuntirib aytyapman. Sahunni o'sha obora vaqtiga turib beparvolik qiladi shunga. Shuni qayerdan bildingiz? Bitta qara, Sahun degani beparvolik. Hop. O'sha beparvo bo'ladi. Ya'niki o'sha namozni chiqib ketayotgandan chiqib ketish vaqtiga borguncha beparvo qarab o'tiradi. Keyin o'qib oladi. Ana shundalarda Alloh o'zi aytadi. Hop, u shariatda joiz ish qildi-yu, to'g'rimi? To'g'ri, joizmi u shariatda? Misol uchun agar shariat nimasini oladigan bo'lsak, bu joiz narsa. U ana. Lekin bu narsa qilishlik kerak degan narsa emas. Shundan Alloh vayl deyapti. Qari shariat joiz narsaga vayl deymaydi-yu. Ha, vayl deyapti-yu. Demak, bu shariatda nojoiz ish qilyapti bu odam. Joiz ish qilmayapti u. Ha, o'sha Alloh yoqtirmaydigan ish qilyapti. Haligi siz shariat joiz deysiz hozir siz gapingiz bilan, o'z tilingiz bilan. Hop, bu insonni kufrga tushirmaydi deyapman. Tushunyapsizmi endi? Endi tushundingiz. Ho, ana o'sha aytyapmizki, mana u odam, ya'ni aytyapmanki, ya'ni bu odam bitta odam namoz qilish haqida gap ketyapmiz. Tushunyapsizmi? Nimaga siz chalkashyapsiz? Erinib tark qilsa deyapman, tushunyapsizmi? Erinib misol o'qimasa o'sha Sahun bo'ladi, tushundingizmi? Erinib o'qimasa. Erinib, misol uchun erinib o'tirib, Sahun bo'ladi shunda. Erinib o'tirib, namozni misol uchun o'sha taqaba borib qo'ydi. Shom vaqti kirmasga borib qo'ydi. O'sha erinib bo'lsa, undan misol uchun o'sha Alloh xolasa uni qabul qiladi, xolasa nima qiladi? Azoblaydi. Misol uchun. Ya, u ado qildi u birodar, vaqtida bo'lsa. Vaqtida chiqib ketsa, o'sha nima tark bo'ladi. O'sha Sahun bo'ladi. Namoz tark qildi, o'sha bir mahal namoz tark qildi. Sahun kofir bo'ladi. Sahun bo'ladi shuni demayapman, tushunyapsizmi? Tarkus sal. Ya. Endi qarang, mavzu uzoqlashib ketdi. Endi sizda bironta shu dalil bormi? Ha, birodar, 3 ta, buni ham olib kelsiz, buni ham yo'q desa, ya'ni savol yo'qlar deb. O'zingiz dalil bormi boshqa? Qarang, bizga 3 ta hadis aytdim, siz yana hammasi mana qana deb turib qochib ketdingiz, birodar. Mana shu ham dalil meniki. Mana shu ham dalil yo'q. Dalilingiz bormi deyapman. Mana shu ham dalil birodar, Allohga xon soladi kim Sahun. Eshitayotganlar eshitsa mana ahdul lazina baynana va baynahumus solah faman tarakaha faqad kafar. Biz bilan ularni kofirlarning orasini ajratib turuvchi narsa bu namozdir. Kimki uni tark qilsa, uni batahqiq kofir bo'lib deydi. Hop. Xohlasangiz yana boshqa hadis beraman. Hop. Buxoriyda 25 ta, Muslimda 22-hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan keladigan hadis. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh. Men insonlarga urushishlikka buyurildim. Qachongacha? Hatta yashhadu an la ilaha illalloh va Muhammadar rasululloh. Hattoki la ilaha illalloh va Muhammad uning elchisi deb guvohlik bermagunlaricha. Hop. Va yuqimus solah va namozni o'qimagunlaricha, qoyim qilmagunlaricha. Va yu'tuz zakat va zakotni bermagunlaricha. Fa fa'alu zalika asamu minni dima'uhum va amwalahum. Agarki mana shularni kim qilsa, mana qarang, fa'ala zalika o'shalarni qilsa, asamu minni mendan nimasini dima'uhum va amwalahum mollarini va qonlarini asrabdi deydi. Illa bi haqqil islam va hisabuhum ala Alloh taala. Xo'p, shundan uchalasidan bittasini qilmasa ham shunaqa kofir bo'ladimi? Yo, uchalasini ham qilmaslik kerak. O'sha uchalasini ham qilmaguncha men urushga buyurildim. Ha, demak birinchi nimada va ani ashhadulloh to'g'rimi? Guvohlik bermas. Ha, bo'ldi. Namozni qoyim qilmagunlarcha, hop. Deb mana shu aynan hozirgi qolgan aytmayapman. Nima uchun? Hozir namoz mavzusi bo'lganligi uchun aytayapman. O'sha namozni ado qilmaguncha deyapti, misol uchun. Undan oldin nimada imom keltirmasdi deydi, to'g'rimi? Ha, endi hozir mavzumiz namozlik bo'lganligi uchun aytayapman. Yo'q, shunda unda zakot ham bor. Zakot bermasa kofir bo'ladimi odam? Eshitib turing, aytaman. Misol uchun o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar namoz tark qilgan kishi musulmon bo'lsa, o'qimagan kishi musulmon bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam urushga buyurmaydilar yoki musulmonga qarshi urushmaydilar, to'g'rimi? Ha, hop. Agarki shulardan kimki shularni qilsa, ular mendan nimasini, molini, jonini, nima qildi, qonini asrabdi deydi. Hop. Endi qolgan oyat hadisda illa bi haqqil islam, islom haqqi, ya'niki ular uchun endi islom haqqi, ya'ni kimdir bir insonning haqqi. O'sha hadis kofirlarga nisbatan aytilgan deyapman. Tushunamizmi? Bitta odam la ilaha desa, namoz farzligini bilsa, lekin erinib turib o'qimasa, lekin zakotni bersa deylik, shuni kofir deyapsiz. Rasululloh alayhi vasallam g'irt kofirlarga aytgan. O'shalardan qilmasa, o'shalarni qilmasa to'g'ri. Demak, zakot ham kiradi buning ichiga? Demak, zakot ham kiradi buning ichiga emas? Ha, zakot ham o'sha
o'sha yerda aytilgan hammasi. To'xtang, bitta odam namoz o'qiydi deydigan, 5 vaqt namoz lekin zakot bermaydi deydi. U odam kofirmi? O'sha zakotni o'sha hisobga yetganidan keyin bermasa, o'sha inson ham dindan chiqadi. Baxillik tufayli bermas yoki misol uchun eringaning uchun bermas deydigan, lekin farzing tan olsa. Ha, shunaqa. Dalil. Mana shu hozirda. Yo, bundan boshqa aytyapman-ki, qarang, buni boshqacha tushunamiz deyapman. Buni birinchi o'rinda ya'ni guvohlik berish kerak deyapti, to'g'rimi? Iymon keltir deyapti. Keyin namoz o'qi, keyin zakot ber deyapti. Iymon keltirmasligi birinchi u yerda bor. Hadis keladi. Hop. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qala: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqulu: Bunyal islamu ala khamsi." Hop. Aytadiki, islom 5 ta narsadan ustida qurilgan. Hop. Shahadati alla ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. La ilaha illalloh deyishlik va Muhammad uning bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik berishlik va iqomis solah va namozni qoyim qilishlik va itaiz zakat, ya'ni ki zakotni berishlik. Hop, hop. Va hajjil bayt. Hop. Va savmi Ramazon. Hop. Ketdi. Endi mana shu yerda islom 5 ta narsadan ustida qurilgan deb hadis kelyapti. Hop. Hop. Nima bo'ldi? Xo'p, ana shularda boyaga hadis keldi. Ey, to'xtang, unda haj ham bor-ku, bitta odam puli ko'p deylik, haj qiladi, u ham kofirmi? Ketdik. O'sha aytaman, o'sha Alloh kofirmi? buyurgan narsani qilmasa deyapman. Bitta odam boy, hajga hali bormadi, kofirmi odam? Imkoni bo'lmasa, agar yo'q, boy, imkoni bor. Imkoni bo'lib turib bormadi deylik, keyin boraman deyapti, keyingi yil boraman deyapti. Ha, unda inson nima bo'lmaydi, kofir bo'lmaydi. O'shani zakotga ham qo'llasa bo'ladi. Mana qo'llayapsiz bu hajga. Shuni zakotga ham qo'llaylik, shuni namozga ham qo'llaylik shuni. Mana qo'llayapsiz u hajga. O'sha yoki boshqa hadis ham bor. Yo, mana siz hozir hajga bormagan odam musulmon lekin gunoh qildi deyapsiz, to'g'rimi? Shuni namozga ham qo'llaylik, shu mantiqqa. Nimaga? Mana siz qo'lladingiz-ku hajga, nimaga harajga qo'lladingiz? Ha, namozga nima uchun qo'llagan sababni qo'llamayotgan sabab haqoda kafar deb zakotga ham qo'lladingiz. Ha? Zakotga ham qo'lladingiz. Zakotni nima aytib qo'yibdi mana bu hozirgi hadisda? Shu bunyan sama xomsa deyapti, to'g'rimi? Shuni aytyapsiz? Ha, bunyan sama xomsa deb 5 narsani aytdi. Ya'ni iymon keltirishing, namoz o'qishing, zakot berishing, roza tutishing va haj qilishing. Hop, bitta odam haj qilmadi, keyingi yil qilaman deyapsiz. Buni musulmon deyapsiz. Hop, zakot ham shunaqa deylik. Zakotga xos emas, keyingi yil beraman deyapti. Uni ham musulmon deb turaveraylik. Nima siz kofir deyapsiz? Bo'ldi, birodam. Keyin gaplashamiz. 10 ta kamroq. Aytmoqchimanki, zakotga ham shuni qo'llaylik deyapman. Ya'ni haj qilgan odam kofir emas deyapsiz. Haj qudrati bo'lib turib qilmasa odam. Keyingini qilaman desa, kofir emas deysiz, to'g'rimi? Xo'p, zakotga nima kofir bo'ladi? Ya'ni ikkalasi ham bir xil-u, farzdagi demoqchiman. Bitta odam farz bo'lgan hajni qilmadi, u odam musulmon deyapsiz. Bitta odam farz bo'lgan zakotni bermadi, u odam kofir deyapsiz. Nimaga? Aytyapman, imkon olib turib o'sha hajni ham tark qilsa, o'sha insonda aytyapman, tushunyapsizmi? U ham kofir bo'ladi. Chiqib ketdi. U ham kofir bo'ladi. Ha? Imkoni bo'lmasdan, misol uchun deylik, o'sha misol uchun hozirgi davrda, misol uchun davlatlarda ruxsatnomalar kerak. Hop. Misol deylik. O'sha narsa imkoni bo'lmay turibdi. Qarang, keyin 5 yildan keyin qilaman haj deyapti. U kofir bo'ladimi odam? Nima? 5 yildan keyin haj qilaman deyapti. Ha. Kofir bo'ladimi odam? Bo'lgan holatda. Ha? Imkoni bo'lgan holatda. Imkoni bo'lgan holda, ha. Inson kofir bo'ladi inson. Ha, demak 5 yildan keyin haj qilaman degan odam kofir bo'ladi. Hop, unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, umrida bir marta qilish kerak degan, to'g'rimi? Hop, bu odam umrimda bir marta qilaman, inshaalloh kechiradi deyapti. Bo'lmaydimi, ham kofir bo'ladimi? Umrida bir marta qilish kerak-ku. Haj umrida bir marta qilinadi, to'g'rimi? Imkoni bo'lsa. Ha. To'xta, u bor, ketdik qara, ketdik mana. Sizga zo'r dalil. Birinchi bo'lib hajga kim borgan? Abu Bakr roziyallohu anhu borgan, bilasizlar? Ya'ni haj Rasululloh alayhisalom hijriy 10-yil hajga borgan bo'lsa, ya'ni hajjul vado. Undan 1 yil oldin Abu Bakr borgan hajga. Nimaga Rasululloh o'zi bormagan? Shunda siz gapingiz bo'yicha kofir bo'lganmi? Rasululloh imkoni bo'lib turib bormagan. Rasululloh bilmayman unisini. Ha, shuni javobini topib berarsiz, bo'ldi, keyin gaplashamiz. Ha. Bo'ldi, qarang, aytmoqchiman, qarang. Makka fath bo'lgandan keyingi Abu Bakr roziyallohu anhu amir qilib Rasululloh alayhisalom jo'natadi hajga. Haj qiladi Abu Bakr, Rasululloh o'zi haj qilmaydi. Agar siz gapingizga qo'yadigan bo'lsak, Rasululloh kofir bo'lib qoladi. Gapingizga dalil olib keling dedim o'sha gapingizni. Ha, bo'ldi, men sizga shart qo'yaman. Siyratni o'qigan odam biladi buni. Siyrat o'qigan bo'lsangiz gapiryapman. Siyrat o'qimaganmisiz? Hadis oyatda bormi? Xo'p, siyratni o'qiganmisiz? Makka fath bilasizmi? Siyrat kimdir aytgan? Shuni olib keling, ko'raylik. Xo'p, siyrat kitobini o'qisangiz, menga bu gapni aytmadingiz. Ha, bilaman dedingiz. O'sha qarang. O'sha nimani
hajni tark qilishlik, ya'ni haj qilmaslik bo'lishi haqida misol uchun Alloh taolo o'sha Tavba surasida oyat nozil qilgan. Ayyin tavba va aqimus sola. Agar tavba qilishsa, ya'ni tavba qilishni bilasiz, islomga kirishligi. Xo'p, Rasululloh alayhisalom hajga xo'p, Rasululloh alayhisalom qarang, haj qilishlikka qodir bo'lib turib qilmagan. Birinchisida. Shunda Rasululloh kofir bo'lganmi? Qodir bo'lgan birinchi yilda Abu Bakr jo'natgan. Nimaga o'zi bormagan? Rasululloh kofir bo'lmagan. Siz gapingiz bo'yicha shunaqa chiqyapti. Siz qo'ygan qoida bo'yicha shunaqa chiqyapti. Siz qo'ygan qoida bo'yicha shunaqa chiqyapti. Siz qo'ygan qoida bo'yicha shunaqa chiqyapti. O'sha narsani siz dalilini olib keling deyapman. O'sha eshitganmisiz o'sha shunaqa qarang, xo'p. Eshitganmisiz? Qarang. Eshitgan narsamga ergashmayman, ko'rgan narsamga ergashmayman. Abu Bakr qarang. Rasululloh alayhisalom hajjul vado qilganda eshitganmisiz? Hajjul vadoni o'qiganmisiz? Yoki kitob sirat kitobini o'qiganmisiz? Bu hadis bor, ha. Hajjul vado bilish. O'shandan bir yil oldin Abu Bakr qarang, Tavba surasining birinchi oyatlari nozil bo'ladi. Keyin Ali roziyallohu anhu tuyasiga mindirib jo'natadi Abu Bakr oldiga. Keyin aytadiki, bu yildan keyin dalil olib keling Rasululloh. Bo'ldi, xo'p. Rasululloh qilmaganlar, tark qilganlar deganingiz haqida menga dalil olib kelib berdi. Bo'ldi, birodarim, xo'p, telefonlashamiz. Bizga chiqing. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin deydi Alloh. Aytayaptiki, sodiq bo'lsalaring, dalillaring beringlar yoki nabbiyuna bi ilmin in kuntum sodiqin. Sodiq bo'lsalaring, ilm bilan javob beringlar dedi Alloh taolo. Rasululloh hadisda aytgan. Da'vo qiluvchi nima qiladi? Dalilini olib keladi. Siz da'vo qilasizmi? Dalilni olib keling birinchi. Ko'raylikki, man halaka anin bayyina va yahya man hayya anin bayyina. Kimki o'lsa halokat bo'lsa, ya'ni halok bo'lsa, hujjat ustida halok bo'lsin, yoki kimdir yashasa, hujjat ustida yashasin dedi Alloh. Lekin hujjat bilan. Siz o'zi bitta narsani da'vo qilyapsiz, dalilini olib kelib beraman. Siz nima dalilsiz narsani ustiga aqida qurgansiz? Birodar, siz shuni tushunsangiz, so'rab o'tirmaysiz demoqchisiz. Tushunsangiz, Rasulullohni taniysiz. Kim Rasululloh Muhammad Abdulloh, kim qayerdan eshitgansan deb o'tirmaysiz demoqchiman. Endi common sense degan narsalar bor. Ya'ni hamma tushunadigan, hamma biladigan. Kishi da'vo qilayotgan kishidan men o'sha botil narsani. Birodar, har bitta narsaga dalil qilib qarang. Men siz islomni o'rgatib qo'yinglar, hozir o'tirib. Siz o'zingizni qanday ilmingiz bo'lishi kerak, tushunasizmi? O'sha ilmga qarab biz keyin davom etamiz, tushunasizmi? Noldan men siz islomni o'rgatinglar hozir. Bu noldan, tushunasizmi? Bu Rasululloh, bu Abu Bakr, bu Umar, bu hadis manaqa deb noldan men sizga tushuntirib o'tiringlar-ku. Eshiting gapimni. Rasululloh namoz tark qilgan dedingiz boshida. Shunda kofir bo'ldimi dedingiz? Men shu narsani botilligi uchun rad qildimki, aytdim. Eshitganmidingiz shu hadisni? Shu hadisni eshitganmidingiz? Da'vo qilyapsiz dedim. Siz da'vo qilyapsiz, dalil olib keling deyapman. Rasululloh tark qilgan degan haqida hadis yo'q. Bo'ldi, men sizga shaq qo'yaman. Xo'p. Abadan topolmaysiz. Rasululloh topdi namozni tark qilgan degan narsa haqida illoki nima xavf vaziyatlari yoki misol uchun boshqa holatlar. Shuni aytdim men ham. O'sha uzr holat bormi? Eshitganmisiz? Haqida ham aytdim. Tavba ana o'zingiz aytdingiz hozir o'z tilingiz bilan. Illo deb gapirdingiz hozir mana, to'g'rimi? Illo deb gapirdingiz hozir mana. Uzrli holatda bir kishi aytayman, uxlab qolsa, esdan chiqarib qo'ysa. Yo, urush holatda-chi? Urush holatda uzrmi, uzrmasmi? Urush holati uzrmi? Holatda Alloh azza va jalla eshitib turing. Alloh azza va jalla urush holatida ham qanday o'qishlikni ko'rsatib bergan. Demak, o'qishlik kerak ekan. Niso surasi 102-oyatida. Xavf holati shunaqa, urush bo'layotgan bo'lsa-chi? Aytayman men sizga, o'sha xavf nimadan bo'ladi? Urush bo'layotganda bo'ladimi? Siz Ahzob jangida Rasululloh alayhisalom 4 ta namoz tark qilgan tushunyapsizmi? Urush bo'layotgan uchun. U Rasululloh gunohkor bo'lmaydi degan. Shu gapingizni dalil so'radi. Bo'ldi, men sizga shaqayman. Dalil so'radi Rasululloh. Bo'ldi, xo'p. Mana ko'ryapsizmi siz, mana shu ana narsani ushlab olyapsiz. Yo'q, eshitgan bo'lsangiz kerak. Qaysi eshitgan bo'lsangiz kerak deb, birodar, men sizni noldan hozirdan tushuntiringlar. Siz eshitgan, ha, to'xta, unaqa emas, mana qadar eshingiz kerak, tushunasizmi? Eshitgan bo'lsam, qarang, eshitgan bo'lsam bu narsani botil deyman. Nimagaki? Bu hadislar botil qo'rasin. Allohni. Bu hadis emas, tushunyapsizmi? Misol kimdir uni to'qib aytgan, kimdir o'sha. Men uni aniq dalilini ko'rganimdan keyin u narsaga misol aniq bo'lsa, qarang, sahih bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, sizga faqat sahih bo'lishi kerak, boshqa hasan, zaif hadislar qabul qilmaysizmi? Aqidani birinchi o'rinda men dalillarimni ustiga quraman. Aqidani qurib olib keyin dalil izlamayman, tushunyapsizmi? Aqidamni dalilga solmayman. Dalilni birinchi topib, o'rganib, o'shaning ustida aqida quraman. Siz hozir da'vo qilayotgan narsangiz, birinchi da'vo qilyapsiz, birinchi aqida quryapsiz, keyin dalil izlayapsiz aqidangizga. Bunaqa bo'lmaydi. Birodarim, sizga ham xuddi shunaqa demoqchiman. Sizga shunaqa tushuntirishgan, siz shuni to'g'ri deb o'ylagansiz, keyin sizga hadislar berishgan. Siz hadislarni o'qib tushunibdi, tushunmagansiz. Kimki halok bo'lsa, halok bo'lsa, ya'ni kim o'lsa, nima bo'lsin? Bayonot ustida, hujjat ustida o'lsin. Va yahya man hayya anin bayyina. Kimki agar yashayotgan bo'lsa, nima bo'lsin? Hujjat ustida, bayonot ustida yashasin. Alloh taolo buyurgan bunga. Bo'ldi, oxirgi gapim shuni aytmoqchi edim, bilmoqchi edim. Qarang, bitta odam hajga qodir bo'lib turib, hozir emas, keyingi 5 yillarga haj qilaman desa, odam kofir bo'ladi, to'g'rimi? Shu tark qilsa, shunday, xuddi shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Hamma taraf qodir bo'lib. Hamma taraf qodir bo'lib turib, 5 yillarga qilaman haj, hozir emas desam, kofir bo'ladi odam.
Ha, qarang, sizga savolingizga men javob berdim, qarang. O'sha siz Bo'ldi, namoz o'qigan kishi musulmon degan haqida bironta dalil bera olasiz? Ha, birodarim, hamma dalilimiz siz boshqacha unaqa emas, bunaqa tushunamiz dedingiz. Shunga Sizni dalil. bo'ldi, yozib yuboraman, post qilib yozib yuboraman, birodar. Birodarim, bizda hozir soat. Siz O'zbekistondamisiz? Tamam, bo'ldi. O'zbekistondamisiz siz? Nima deysiz? Siz O'zbekistonda yashaysizmi? Yo'q, qayerdan ularga xizmat qilavering bo'ldi. Yo'q, aytmoqchiman, sizlarda vaqtli bo'lsa, bizda kech bo'ldi, hozir 11 bo'ldi, tushunamizmi? Kechqurun 11 bo'ldi. Sizlarda men vaqtli bo'lsa kerak demoqchiman. Shuni aytmoqchiman. Bo'ldi. Yo'q, menga anaqa emas. Qiziq emas bu. Bo'ldi, men sizga keyin yozib yuboraman, hadislarni, hamma hadislarni yozib yuboraman, birodarim. Bo'ldi. O'sha dalillaringizni to'plab, o'sha haqidan qurib, keyin kelsangiz yana gaplashamiz. Inshaalloh, birodarim. Yaxshi dam oling. Assalomu alaykum. Xo'p, birodarim. Rahmat suhbat uchun. Salomlashishga harakat qiling.